oldindan aytaman, men hech qanaqa tadbirkor emasman. Ya'ni yosh qanaqadir ham hikoyalarim yo'q. Ya'ni odamlar bilan gaplashishni shunaqa yaxshi ko'rmayman men. То есть katta problema, lekin bu problema yechilgan. Menda ham shu muammo bor deb o'ylayman. Pul ko'tarish oddiy bo'lmaydi-da. Ko'proq pul topish uchun nima qilardik? Men regionlarga o'zim borardim. O'sha yerda biz o'tirib hamma ishni qilardik-da. Esimda bor, shortida yurardik, dasharak yerdik. 2006-yil uchun know-how-da bu. Biz bo'ldi. Hayotni tushundik, biz endi biznesmenmiz. O'zi OneFit'ni modeli qanaqa? Borsangiz, sizga hech qachon 1 oylik sotkisi kelmaydi. Yarim yillik, 1 yillik sotadi. Men o'tgan yil sotib oldim-da, shu 95 marta borganman, prям gostinitsa. Sizda keladi, bankrotda bo'ladi. 800 millik anaqada, ularga to'laganman 6 million. Va kalkulyatsiya hisoblab, tam 40-50 million chiqyapti, bular 6 million. Kak. Assalomu alaykum do'stlar. Vision podcastining yangi soni. Bugun mehmonimiz Begzod aka Kamilov, Cards loyihasi, Ko'pi kupon loyihasi va yana bir nechta loyihalar bor. Begizga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz aytib bersangiz, hozir nima loyihalar qilyapsizlar? O'zingiz haqingizda ozgina qisqacha. Men o'zimni haqimda kimdirga ham tanishtirganimda IT tadbirkor deyman. O'zi bunaqa IT tadbirkor emasman men. Prosta operatsionkada ishlaydigan odamman. Hozirgi loyihalarda ishlayotgan bir nechta loyiha bor. Eng ko'proq menimcha Cardsga e'tibor beryapman. Cards bu avtoservislar uchun ERP sistema, o'shanga ko'proq. ERP bu o'sha boshqaruv tizimida. Boshqaruv tizimida. No, ERP, 1S tam yangi so'zlar bor. SAPga o'xshagan narsalar. Prosta nishevoy produktlarda ERPsi boshqacha bo'ladi. O'zi 1S ham 1S avtoservisi bor, ERPsi avtoservislarga. O'sha Cards qilamiz. Hozir Cards Rossiyada ishlayapti. Ko'p, bilmadim, 1,5 yildan beri ko'proq ishlayapti. Hali ham takoy masshtabирование paytida anaqasida emas. Qaryapmiz qanaqa variantlar bor. Shu bilan. Men o'zi Cardsni qidirib ko'rdim, lekin juda informatsiya kam ekan. Saytingizda ham anaqa informatsiya yo'q. Bizda nimadan o'zi boshlangan? Avtoservis sohasi juda ham katta sohada. Rossiyada 100 mingtadan ko'proq avtoservis bor Rossiyada. Bu tam слесарный, кузовной, там moyka boshqa narsa, detailingda ham. Seri soha bo'lganligi uchun shu sohadan boshladik. Biz 2011-yil shu Ko'pi kuponda boshlaganimizdan keyin anaqaga Y Clients degan kompaniyaga investitsiya qilgan edik-da, o'sha bizning kompaniya. Y Clients Rossiyada hozir chiqib ketishdi sotib, Rossiyada onlayn zapis bo'yicha nomer 1 edi. Onlayn zapis degani bu telefondan faqat avtoservislardan yo'q, o'sha Y Clients bu salonni krasotligiga. Men ko'rgan edim nima bo'lganligini. O'sha 2011da boshlashganda bozor tayyor emas edi, ularni asoschilari tam Amerikaga ketib qolib, ishga joylashib, ajrashib ketgan edi. Keyin 2 yildan keyin bozor ko'tarildi. Hozir misol uchun Cardsda ham основной o'z podxodi onlayn zapis qilmoqchimiz-da. Prosta onlayn zapis qilish uchun avtoservislarda qiyinroq. Shu avtoservislarda tam marka, model, komplektatsiyadan millionta xil anaqa bo'lishi mumkin. SKUsi ham millionta bo'lishi mumkin, chunki uslugalari bor, zapchastlari bor, ularni otsifrovkasi qiyin. No, Amerikada Shopmonkey degan kompaniya bor. $110 million ko'tardi deshmasam, mana shu oxirgi anaqada otsenkasi bilmadim. 1 milliard bo'lsa kerak, 500 million shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni benchmark bor-da. Bu bitta proyektlarda shunaqa deylik. Qolgan proyektlar ham bor. No, shuni hozir eng aktivniy shug'ullanayotganingiz mana shu Cardsda. To'g'risini aytsam, mana bunaqa narsa. Men bitta proyekt emas, bir nechta proyekt bilan shug'ullanaman. Hozir misol uchun qilayotgan narsam MVP anaqasida, urovnida. Retail kompaniyalarga, то есть produktовый, kiyim-kechak, там игрушка magazinlarida qanaqa qilib rost выручкini qilishi через video analitika. Shuni hozir anaqa research qilyapman. Yo'llar bor ekan. Prosta O'zbekistonda ham, Rossiyada ham ko'rdimda, ko'plar marketing qilayotganda odamlar kelmaydi, to есть bilmaydi. Mana marketing qildi, qaysi klient keldi, qaysi kelmadi. Bu restoranlar bilan xuddi shunaqa narsa. Shu narsani hozir, ya'ni bu video analitika sizda detalli bo'lmaydi, yoshi bo'yicha, boshqacharoq. Unit ekonomika bo'yicha. To есть qaryapman sessiyalar bo'yicha emas, именно odamlar bo'yicha. Ya'ni первичка, вторичка, konversiyasi kelgan odamlardan sotib olgan odamlarni, olgan odamlar qanaqa kakchasida sotib olishi,
ichidagi chek qanaqa, uni sotib olganda nima ya'ni kogortali bo'yicha qarash, ya'ni aytaylik agar segmentatsiya qiladigan bo'lsa, RFM analiz bo'yicha, ya'ni o'sha bo'ldi. Yo'q, matematika o'tdi. Marketing. RFM analiz degan narsa bor. Как бы anaqa recency frequency monitoring degan narsa bor. Siz klientlaringizni mana shu 3 ta kategoriya bo'yicha bo'lasiz, ya'ni oxirgi marta qachon sotib oldi, tam necha kakchasida sotib oladi и necha pulga sotib oladi. Misol uchun 1 oyda, 1 yildada. Keyin o'sha RFM analiz bo'yicha kogortaliga qilasizda. Siz agar kogortali bo'yicha bilsangiz, misol uchun bitta klientingiz kecha keldi, tam bilmadim, 10 million so'mga sotib oldi и tam oyiga 3 marta sotib oladi. Restorandami, tam magazindan farqi yo'q. Shunaqa qila olsangiz, siz bilishingiz mumkinki, что mana klientingiz faqatgina 5% ekan butun klientskiy bazangizda, ammo tam tipa 1 marta sotib oladigan klientlaringiz tam 80% ekan. Yaxshilab o'sishingiz uchun по идее mana bunaqa klientlarni ko'tarishingiz kerakda. Problema bunaqa, то есть o'sha retailda siz klientingizni otsifrovka qila olmaysiz. То есть misol uchun restoranga borsangiz, aytaylik, siz restoranga oyiga haftasiga misol uchun 2-3 marta borasiz. Bitta restoranga borsangiz ham sizni upravляющий tanishi mumkin, ofitsiant tanishi mumkin, lekin anaqa biznesni boshlig'i bilmaydi, что Abdullo keldi, mana bu narsa sotib oldi deb qilmaydi. Agar sizga karta bermasa, qanaqadir karta loyalnosti, o'sha siz shu karta loyalnostdan o'tkazib qilmasangiz bo'lmaydi. То есть mana shu hammasi problema, то что biznes egasi klientlarni otsifrovka qila olmaydi, segmentatsiya qila olmaydi, tushunmaydi qayerdan kelayotganligini. То есть katta problema, lekin bu problema yechilgan. Katta gigantlarda, small and medium mana enterprise'da yechilmagan. Shunisi qiziq qolmagan hozir. Humoyin degan marketolog bolalar bilan gaplashganimizda, men O'zbekistonda ko'pchilik reytinglarga ahamiyat bermaydi-ku. Ular aytgan, nimaga ahamiyat bermaydi? Chunki bilmaydi, что har bitta kelayotgan klient bu yengilligini. U o'ylaydi, har kun klientim bor, bo'ldi, demak yaxshi xizmat ko'rsataman deb. Har kuni kelayotgan klient, ya'ni mana masalan bittasi ketsa, keyingisidan yana bitta keladi. Ketib qolgan klient haqida ma'lumot yo'q-da biznesda. Churn haqida yo'q-da. ITda churn deyiladi. O'zi mana bunaqa narsa bor. Men o'zim IT tadbirkordim, nimaga qilmayman? Shu ITni boshlaganimizdan keyin rosa ko'p narsa o'rgandikda. Ya'ni o'zi IT hozir ITni podxodi, когортный analiz, LTV, customer acquisition cost, hamma mana shu narsa bo'layotgan, sprintlar, sekin-sekin oddiy brick and mortar anaqalarga ham kelyapti-da, ya'ni oddiy bizneslarga ham kelyapti-da. Hozir misol uchun menimcha IT degan kompaniya bo'lmasa kerak, chunki har bitta kompaniyada, har bitta biznesda IT qismi bor. Har bitta kompaniyada bor. Shuning uchun shunaqa bo'lsa kerak-da. Do'stlar, kuchli atrof muhit haqida juda ham ko'p eshitgansizlar. Biz Visioners nomli yosh tadbirkorlik klubini tashkil qildik. Ushbu klubda 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistondagi juda ham ko'plab tadbirkorlarni yig'dik. Klub bilan birgalikda yangi bilimlarni, nonushtalarda ishtirok etish, mastermindda qatnashish, tog' safarlari va chet el safarlarida ishtirok etishingiz mumkin. Undan tashqari ushbu klubda turli o'yin dasturlari va yangi bilimlar olish uchun kurslar mavjud. Agarda siz ham o'zingizda yosh tadbirkorlar orasida bo'lishga loyiqman desangiz, ushbu video havolasidagi formani to'ldiring va klubimizga qo'shiling. Mana orqaga qaytaylik. Qarang, Kupi kupon bor edi-da. Masalan, Kupi kupon loyihasini qilgansizlar. Ungacha siz bitta podkastda aytgansiz, 15 ta proyektimiz bo'lgan degansizlar. 4 ta, shu payt 20 necha yosh bo'lgansizlar? Biza 27 da ketganmiz. Вот, mana 27 yoshli islomda bolalar, 15 ta proyekt. Qanaqa qilib biza boshlab bersa bo'ladi. Men 23 yoshimda biznes qilishni boshlaganman. Undan oldin men marketolog bo'lib ishlaganman, biznes analitik bo'lib ishlaganman. Hamma yosh bolalarda shunaqa bo'ladi-ku, topmaydi. Oldindan aytaman, men hech qanaqa tadbirkor emasman. Ya'ni yosh qanaqadir ham anaqalarim, hikoyalarim yo'q. 3 yoshimda borib nimadir ham sotganman, qanaqadir unaqa narsam yo'q. Men juda ham introvert odamman o'zi. Ko'plasha olmaydi, introvert odamman. Men 8-sinfdan boshlab shu introvertlik menga xalaqit qilayotganligini ko'rganimdan keyin shu narsani ozgina buzishga harakat qilganman-da, ozgina sindira oldim bu narsani. Har kuni shu narsa to'g'risida ishlayman. Odamlarga ko'ziga qarashga, gapirayotganda qo'rqmasdan anaqa gapirishga. Lekin eng yaxshi ko'rgan narsam meni bitta xonamda o'tirib olib kitob o'qib o'tirish. Ya'ni odamlar bilan gaplashishni shunaqa yaxshi ko'rmayman men. В общем 23 yoshgacha men boshqa joylarda ishlaganman. 23 yoshimizda 4 ta bola yig'ilib biza anaqa qilganmiz. Bitta bola pul bilan kirgan, studentlikdan, student edi, studentdan bitirayotgan edi institutda. Endi bittasi pul bilan kirgan, biza TNV degan bitta
proyekt sotib olganmiz. TNV? TNV degani bu kodi TNV bu tovarная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Bu anaqalar deklarantlar tamo'jnadan kelayotganda har bitta tovari o'zini kodi borda, TNV kodi bor. U shu kod har yil o'zgarar ekanda, shu paytda biz o'rganganmiz. Anaqa disk sotilardi-da, ya'ni o'sha diskni kompaniyaga kirganimizda sotib olganmiz. Bitta proyekt sotishgan bizga. Как sizlar anaqani ID'sini sotib olgansizlar, ID'ni keyin kimdirga yana sotsa bo'lganda. Ha, u razработка qilingan, klientskiy bazasi bo'lgan, 200 dan ko'proq odam bo'lgan klienti и 5 ming, 10 ming dollarga sotib olganmiz. U proyekt sotib olganmiz, bizga aytishgan, mana bunaqa zo'r bo'ladi, anaqa sotib olinglar deshganda. И bizni birinchi biznesimiz yosh bolalarda shunaqa bo'ladi-yu o'zi. Men yosh bola deb o'zim his qilaman. Hammamiz shu 23 yosh, 25 yosh edik. Hammada birinchi anaqa proyekt edi. Qilganmiz. Ajdaniya qanaqa bo'lgan? Ajdaniya zo'r bo'lgan. O'sha esimda 5 ming yoki 10 ming dollar bo'lgan. Qo'liga berganmizda haligi anaqani Karoli Mira o'tirib biz bo'ldi. Hayotni tushundik, biz endi biznesmenmiz. Ana zo'r proyektimiz bor deganmiz. Keyin men telefon qilishni boshlaganman klientlarga. 200 ta klient bo'lsa, 10 tasiga telefon qilganman-da. Tushunganman, что что-то не то. 10 ta odamdan 10 tasi aytgan, bizga kerak emas degan. Bittasi aytgan, pulimizni qaytarib bering degan. Вот, и biza tushunganmiz, что bo'ldi. Anu odamlar bilan anaqa договор подписать qilganmiz, уже qaytarib bo'lmasdi pulni. И сразу, ya'ni kirgan biznesimiz sразу bankrot bo'lgan. Menimcha eng tez bankrot bo'lganimiz kerak. 3 kun ichida bankrot bo'lgan. Kirgan 3 kun ichida bankrot bo'lasiz. И shunaqa bo'lgan, pul haligi kirgan bolani adasi topshirganda bergan u bolaga, keyin biz aytgan bo'l, pulni qaytarib beramiz deganmiz. O'shandan keyin biz veb-sayt sotishni boshlaganmiz. Veb-sayt qanaqa sotardik? 4 ta bola bo'lsa, 2 tasi qolganda, qolgan 2 tasi chiqib ketgan. Aytgan bo'ldi, tipa hal qilinglar o'zinglar deganda, pul bizga qolib ketgan, qarz to'lash. Shu 2 ta bola men bilan 2 ta bola deganingiz pul olgan bola esiz. 4 ta bola, bittasi pul bergan, 3 tasi operatsiyonkada bo'lish kerak edi. Keyin pul bergan bilan yana bittasi operatsiyon bo'lish chiqib ketgan. 2 ta odam qolganmiz. Shunaqa bo'ladi-da. Qarz to'lashimiz kerak. Biz shu 2 ta bola keyin veb-sayt qilamiz deganmiz и veb-sayt qilishni boshlaganmiz. No problema qanaqa bo'lardi? Men borardim. Bu nechinchi yil? O'sha payt veb-saytlar anaqa bo'lganmi? Aktual bo'lganmi? 2006, 2007da. 2006-2007. O'sha paytda borib katta korporatsiyalar bo'lsa kerak-da, saytga qiziqqan. Saytga qiziqqanda banklar edi. Men o'z soham finansistda, o'shaning uchun men banklarga, страховой kompaniyalarga borib sotardim. Mana bunaqa bo'lardi. Men kelardim, sotardim, ularga aytardim, "Men qaranglar, sizlarda mana masalan отчёtlar bor, noto'g'ri qilasizlar, sizlar anaqa zakon bo'yicha, o'sha qonun bo'yicha anaqa отчёtinglarni saytinglarda chiqishinglar keraklar, mana shunaqa qilinmagan, yaxshi qilinmagan, sizlarning ham CMSlar yaxshi emas." Unaqa sotardim-da, o'zi bilmasdim hech narsani. O'zi IT sohasini bilmasdim. Bu sayt sotish ideyasi qayerdan? Pul topish kerakligida. Ne, xo'p, mana ko'p-ku, masalan chiqib avtozapchast sotsa bo'ladi. 2006-yil uchun know-how-da bu sayt. Bizni tez, ya'ni o'sha paytlardan, o'sha 2000lardan boshlangan edi, menimcha, hali internetlarda qarab, .com era. O'sha o'qib, voy zo'r bo'lyapti, tam o'syapti degan narsani. Shuning uchun biz pul to'g'ri aytasiz, ya'ni boshqada do'konga chiqib sotsa bo'lardi, yoki bittasiga o'xshab просто telefonni blok qilib javob bermasa ham bo'lardi. No, pulni qaytarishni o'ylaganmiz. Pul qaytaradigan bo'lsa, intellektualni qaytaramiz deganmiz-da. Ishga joylashmasdan, ya'ni o'zimiz joylashmaganmiz, shu ikkalamiz o'sha bola bilan boshlaganmiz. Eng qiziqarlisi sotishni boshlaganimizda bizda programmist bo'lmasdi. То есть men sotardim, договор подписать qilardik, keyin programmist qidirardik-da. Mana shunaqa bo'lardi. O'shanda men har bitta hayotimda bo'lgan narsa bu bitta menimcha qanaqasi urok bo'lsa kerak. Mana birinchi shu urokimiz due diligence qilish kerak. Ya'ni due diligence degani biznesga kirayotganingizda yoki misol dollar olayotganingizda yoki boshqa narsa qilayotganingizda har doim sonlarni qarashingiz kerak-da. Ya'ni oldindan misol uchun o'sha proyektni ham sotishdan oldin ber 5 tasini telefon qilaman, randomni tanlab olaman, qilaman deb qilsam, sразу yo'q derdi-da, o'sha bilardi shu noto'g'riligini. Due diligence qilish yaxshi bizga anaqa bo'lgan, urok bo'lgan, shu narsani qilamiz. Sayt sotish boshlaganmiz, sayt sotib pulni qaytarganmiz. Programmistlar rosa u yerda ham rosa ko'p ishkallar bo'lardi. Programmistlar haligi bittasi pul berganmiz programmistga, u programmist
vaqtida qilmagan uyga borardik, qayerdasan deb u haligi anaqa svetni o'chirib qo'yardi. Shag'amlarni o'chirib qo'yib kutib o'tirardi, taqalatardi, chiqmasdi. Oti Sergey edi, esimda hali ham. Вот taqalatardi. Payt o'zi dasturchilar ham sanoqli bo'lgan bo'lsa kerak. Sanoqli. Kimyo 6 man tasavvur qila olmayapman. Yo'q, dinozavrlar emas, yod bo'lar dasturchilar. Shundan boshlangan IT sohasiga kirishimiz, keyin biz anaqa kirib ketganmiz, finansiy sohaga kirib ketganmiz. Anaqa bilan senda bumagalar bilan shug'ullanishga boshlagan. O'zi finansist bo'lganligimiz uchun. Bu yerda qimmatbaho qog'ozlar bor edi. Mana fondoviy birjada broker bo'lganmiz. Lekin qo'pol qilayotganda hozir masalan bolalar chiqyapti-ku, tam trading, anaqa, temada, puli bor. Sizlar 2006-yillarda примерно mana shunaqa bo'lgan ekansizlar. 3 ta 4 ta o'rtoq har xil yangicha dijital qilib tradingga ham pul olib. Shu hammasidan o'tganmiz desa bo'ladi. Endi kres qo'yish kerak emas u. NYC'da ham mana qilib ko'rganmiz, trading ham qilib ko'rganmiz. Trading ham men qilmayman, hozirgacha bilaman, chunki men o'zim ham qilib ko'rganman, pul ham yutqizganman o'sha 20 yil oldin. Bilamanki, что long termda 2% gina traderlar plusda bo'ladi. Ular, ya'ni bu statistikaga qarshi ketib bo'lmaydi. Statistika juda ham kuchli narsa. Shu. O'shaning uchun biz o'sha qimmatbaho qog'ozlar bilan shug'ullanardik. Qanaqa qilardik? Biz borardik, o'zi anaqasi fondoviy rынокka anaqa bo'linib olgan edi. O'zbekiston fondoviy, ya'ni уровеньlar bor edi. Местный уровеньda, masalan, regionlarda sotib oladigan odamlar bor edi. O'sha regionlarda kelib Toshkentlik anaqaga brokerlarga sotardi. Brokerlar keyin anaqa inostrantlar bilan ishlaydiganlarga sotardi. Inostrantlar bilan 3-4 ta odam ishlardi. 3-4 ta Ansher, Avesta, tam Orient ishlardi. O'sha ishlardi. Biz ham bitta shunaqa kichkinadan bo'lganmiz. 2 ta bola, 3 ta bola bo'lganmiz. 3 ta bola o'zimizdan pulimiz tikib, pulimiz bo'lmagan. Sizlar brokerdan o'sha tinni qog'ozni olib qaranglar, valyutada sotgansizlar. U yoqda u regionalniydagi fizlitsiodan sotib olardi, keyin kelib Toshkentdagi sotardi. Toshkentdagi keyin anaqa inostrantlar, yo'q, hammasi yurlitso bo'lishi mumkin edi, problem emas. U inostrantlar 3 ta уровень bor edi. Bularni kompetensiyasi ingliz tilida gaplashib, yaxshi analizlar qila olishi, bular kompetensiyasi regionlarda odamlar topisha oladi. Biz 2 ta bolamiz, pulimiz yo'q, 3 ta bola edi. Biza anaqa kulgili bo'ladi-yu, haligi investment fond qilganmiz. Biz investitsion fond kichkina, qarzga olib, 5 ming, 10 ming dollardan 50 ming dollarlik anaqa qilganmiz, fond qilganmiz. Aytganmizki, yiliga yarim yilda 30% beramiz deganmiz-da sizlarga. Return berganmiz deganmiz. Bergan tanishlar bol aytardi, "Sen o'z puling bormi?" deb kulardi ustimdan. Nima qilganmiz? Biz ko'proq pul topish uchun nima qilardik? Men regionlarga o'zim borardim. Bir hafta 10 kun turardim. Haligi suv yo'q bo'lgan regionlar bor edi. O'sha yerda turardim, soqolim o'sib kelardi. Kelardim, anaqani olardim, aksiyalarni sotib olardim-da, keyin kelib bu yoqdagi men hamma tsepочка olib tashirdim-da, biz o'zimiz keyin bu yoqdagi o'sha ikkinchi bola anaqa chiroyli analiz qilib inostrantga yuborardi, skidka bilan sotardi, biz butun marjani o'zimizga olardik. O'rtadagi foiz. Chunki buni ham bu kompetensiya agregator bo'lgan ekansizlar deysizlar. Yo'q, bu agregator bo'lmagandi. Biz nabarot, biz value'imiz, value provider bo'lganmiz. Biz butun primo sotardik-da. Agregator bo'lmasdi. Biz o'zimiz olardik. Siz demak, regionalniy odamdan ham olmagansiz. Primo siz qaysi tur masalan zavodlarni, anaqalarni necha borda foizini olib, bizga borib, anaqa qilib pulimiz anaqa edi. Biza esimda bor, Minorda ofisimiz bor edi, kichkina 12 kvadratli metr. O'zim ham anaqa bo'lgan. Undan oldin biz Minorda Nodir degan og'aynimiz bor edi, kvartirasi bo'lardi 3-etajda. O'sha yerda biz o'tirib hamma ishdan qilardik-da. Esimda bor, shortida yurardik, dasharak yerdik. Shu 24 yoshli bolam, 24 yoshli bolalar edi. 24-25. Dasharakli shortiga, teshik shortida yurardik. Keyin aytardik, mana pulimiz bo'lsa, yo'l bu yog'ida Minorda 3 etajda, 2 etajda, 3 etajda saruz zdaniya bor. Shu yerda anaqa ofis olamiz derdik. Pul birinchi kelganda, birinchi pul 5 ming dollar shunaqa kelgan edi aytmasam. Kelgan ofis olganmiz 12 kvadratli metr. Yarim yil ichida yana 2 ta ofis olganmiz. 40 kvadrat, hammasi 100 kvadratdan ko'proq bo'lgan. Shunaqa bo'lganki, что mana odamlarga biz pulni qaytarib beraverardik. 20 tacha, 30 tacha odam bizda ishlaydi уже. Biz parallelno Frontiers Insight degan bitta proyekt qilganmiz.
Amerikada Bloomberg degan anaqa bor, proyekt bor. Bilasizmi? Investitsionniy platforma. Да, investitsion platforma. Biza o'sha Uskep, keyin o'sha Frontiers bitta narsa, в принципе, Frontiers Insight degan narsa. Hozir mana shu bitta aniq qilaylik. Demak, birinchi o'sha katta bizneslarda baribir mana shu chet el investorligi bizadagi aksiyalarni anaqa qilgansizlar-da. Qo'pol qilib aytganda, investorga O'zbekistondagi qaysi kompaniya foizini sotib olishga yordam bergansizlar. Foiz emas, foiz bo'lmas, ko'p bo'lmas. Biza boshqa, ya'ni biz katta emas edik. Biza mana katta kompaniyalar bo'lardi, 50 ta 100 ta odam ishlaydigan. Biz 3 ta bola edik. Tushunasizmi? Ya'ni 3 ta bola o'zimiz anaqani ham qilardik. Amerikanskiy kinolarda brokerlar telefon Shunaqa bo'lardi. Просто biz aytamiz-ku, futbolkada, shortida anaqalardan telefon qilardik. Biz o'zimiz borardik. Ya'ni qo'rqmasdik. Anaqa qilishga, qo'limiz kirib bo'lishiga qo'rqmasdik-da. No, bizani baribir ham xayolimiz, maqsadimiz IT proyekt bo'lgan. O'shaning uchun biz parallelni anaqada problemadan kelib chiqqanmiz-da. Mana investorlar har doim отчет xohlardi-da. U отчетni qilish uchun обычно qanaqa bo'lardi? Kimdir ham tam haftalik отчет qilardi, kimdir ham oylik отчет, kimdir ham kunlik отчет qilardi. No, hammasi qo'lda yoziladigan отчетlar edi. Biz o'ylaganmiz, shu Bloombergga o'xshab bizga qanaqadir investitsionniy anaqa instrument bersa-chi, faqat O'zbekiston emas deb. Biz shu Bloombergga o'xshab mana bu kompaniyalar to'g'risida open anaqa ochiq informatsiya. Qancha masalan oyiga necha pul topdi? Operatsionniy marja qancha? Anaqa pribel qancha? O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Mongoliya, Nepal, mana shunaqa o'xshagan kompaniyalardan olib biz bitta proyekt qilganmiz. Ya'ni emerging markets deyiladi bu, anaqa o'suvchi endi paydo bo'luvchi bizga emerging markets bo'ladi. Anaqa endi o'sayotgan, даже o'sayotganmiz, endi o'sayotgan anaqa davlatlar. O'shalar to'g'risida bitta sayt qilganmiz. O'shani podpiska qilib sotmoqchi bo'lganmiz. 2007-yil bu. Ya'ni hali podpiska degan narsalar endi menimcha rivojlanayotgan bo'lsa kerak. O'zbekistonda emas, даже Rossiyada. Shu. Normal pul topish boshlaganmiz. Saytdan emas. O'zinglarni saytdan ham topardik, bir ikkita podpiskalar bo'lgan. Normal pul topish boshlaganmiz, mana anaqalardan. Bu yoqda IT направленияni ham qilish boshlaganmiz biz. Bir ikkita kompaniyalarga anaqa qilib berganmiz, proyektlar qilib berganmiz, IT proyekti. То есть bizda o'zi 3 ta narsa bo'lardi. Значит, bittasi shu IT, ikkinchisi consulting, ya'ni o'sha sayt, отчеты, uchinchisi mana investment. То есть kimdir ham sotmoqchi bo'lsa, o'sha pul tikib, o'sha aksiyalarni sota oladimi yoki boshqa bitta proyektga kiradimi, qiladi. Hali ham 3 ta bo'lamiz. Hali ham 3 ta bola edik. 30 tacha odam paydo bo'lgan, ishchilarimiz. 30 tacha, 20 tacha shunaqa bo'lsa kerak. Men nimaga esimda, chunki men ko'pincha regionlarda yurardim-da. Men imminda birinchi anaqani gaplashardim, odamlar bilan kelishishni boshlardim. O'shanda sezganman, men haligi odamlar bilan kelisha olmayman. Meni birinchi problema anaqa qilgan. Hamma shu problema qarzga tushib qolganimizdan bo'lganda. Shu. Keyin 2008da esingizda bo'lsa, esingizda yo'qsiz. Yoshlidim. 8da anaqa bo'lgan. Krizis bo'lgan. Anaqada Amerikada krizis bo'lgan, ipotechniy krizis bo'lgan. 2008da O'zbekistonga 2009da kelgan u krizis, 1 yildan keyin. Mana kechroq bo'lganligi uchun bargam shu aksiyalar, boshqa investitsiyalar bo'lganda, no investorlar holdga tushib qolgan. Aytgan, "Yo'q, biz kirimiz sota olmaymiz, bo'ldi, biz даже pozitsiyani to'xtatamiz yoki chiqib ketamiz" deganda. Chunki cash важный narsa bo'lib qolgan, butun dunyoga ta'sir qilgan bu narsa. Biz sezganmiz, что уже bizda там fotomiz bor, ya'ni как бы уже oylik xarajatlar, ofis arenda va shu anaqaga keyin biz anaqaga road show qilib, как раз shu kupi-kupon Uskep ikkita proyektni anaqa qilishga, road show qilishga chiqqanmiz biz. Uskep ham bu yangi proyekt. O'sha mana Bloombergga o'xshagan proyekt. Tushundim. Sizlarda hozir bu yoqda aksiyalar sotilmay qo'ydi, bozor tushdi. Endi masalan pul topish kerak. Уже sizlar qarayapsizlar, bizda IT kompaniya bor edi, qaysiki o'sha ma'lumotlar bor, ham O'zbekistondagi emerging market o'sayotgan bozorlardagi kompaniyalarni unga to'xtaldinglar. Ya'ni o'sha yerda davom ettiramiz deydilar. Bitta narsa snoska aytish kerak, Uskep уже biza pul ko'targan edi. Ya'ni biza $500,000 otsenka bilan pul ko'targan edi o'sha Uskepga. O'sha paytda. Bu qanaqa professionalniy? Yo'q, private bo'lgan, no, lekin tushunadigan odam bo'lgan. Biz ko'rsatganmiz, tushunadigan odam. Просто u krizisdan oldin olib qo'yganda, o'sha krizisdan keyin уже anaqasi katta bo'lmaganda. 500,000 otsenkada necha pul ko'taryapsiz? 50% dan ko'proq bo'lganda. Biz opять yangi narsa, biz bilmaganmiz bu narsani, o'zi noto'g'ri qilganmiz. O'zi noto'g'ri. U payt uchun bilan 250,000
bilan hozirgi 3 million dollarday. Shunaqa desa ham bo'ladi-da. Biz o'sha paytda qilganmiz, sotuvni men olib borganman. Ya'ni o'sha anaqa qilishdi, kelishdi. Men o'sha men bitta narsa aytishim kerakki, men hayotimda qanaqadir muammolar chiqadi-da. O'sha muammolarda o'zim bilmagan holda o'zimga qanaqadir imkoniyat, privichka chiqib qoladi menda. Misol uchun o'sha paytda shunaqa bo'lganki, men uchrashuvga borishimiz kerak edi ofisga o'sha odamni. Biza men 3 ta varo atorda anaqa savollarni oldindan yozib chiqqanman. Kechasi uxlamasdan aytganman. Mana bunaqa desachi, mana bunaqa desachi, mana bunaqa desachi, hammasini aytib chiqqan, hammasini yozib chiqqanman. Ssenariyga tayinlanganman. Oldindan qaraganman, so'raganman, qanaqa, nima holatda, tam kazdev qilganman desam bo'ladi. Borganimda birinchi gap bo'lishi bilan haligi undan oldin mana shu 3 ta bola o'tirganmiz-da, hayajonda o'tirganmiz. Birinchi bo'lishi bilan qanaqadir anaqa oddiy anaqa bo'lib qolgan, chunki men savol bergan savoli haligi savollarning ichida bo'lganda, nima bilgan bo'ldi, значит, hammasi normal bo'ladigan. O'sha bitta встречamiz o'zida yopganmiz, yaxshi bo'lgan. Вот. В общем, shunaqa bo'lgan. Biza o'sha pulni ham biza anaqaga investitsiya qilganmiz, o'zimizning proyektga. Bu aytganimda anaqadan oldin edi, krizisdan oldin edi. O'sha odamni 2007-2008-yil. Da. Uzcap o'sha IT platformaga pul ko'tardinglar. Pul ko'tardik-da, o'sha Uzcap ko'tardik, o'sha pulni tikdik. Boshqa направление ham ko'tarishni boshladik, ana qilishi. O'sha paytda, значит, anaqa consulting bilan investment tushishni boshlagan. Anaqa deb o'sha 2008dan keyin 2009da tushishni boshlagan IT bo'lgan. IT bargan O'zbekiston rynogida u paytda ham kichkina edi, katta emas edi, o'sha kichkina edi. O'shaning uchun IT anaqa bo'lgan. Biz o'ylaganmiz. Eshitdim, o'tib ketmasimizdan savol bering. Kim anaqa u odam hozirgi masalan mashhur tadbirkorlar ichidanmi? Aytaman. 250 ming 2007-yil uchun, ya'ni kim bo'lsa-da u paytgacha unaqa katta bagaj bo'lmaganda, mana Shu mana hozir bizlarni ko'rishyapti-da, masalan 20-25 yosh bolalar tam IT proyektlar qanaqa qilib nima round ko'tarish nimaga anaqa ularda o'xshamayapti? Menimcha round ko'tarish uchun mentorga o'xshagan odam bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yoki mentor yoki oranglarda bitta odam bo'lishi kerak, bu narsa bilan shug'ullanadigan. Ya'ni pul ko'tarish oddiy bo'lmaydi, chunki mana любой sotuvda, men sotuvda shu 20 mingdan ko'proq bo'lsam, yillab qidiradi-da kompaniya. любой sotuvda odam kompaniyaga sotmaydi, odam odamga sotadi. Ya'ni odam pul tikayotganda har doim odamiga qaraydi. Misol uchun, agar misol uchun biz sota olmaganimizda, javob bera olmaganimizda, hech kim bizdan olmasdi-da. Odamga sotganligi uchun bu, ya'ni reputatsiya qilish kerakdir, misol uchun desa bo'ladi. Networking qilish kerak bor. Qanchalik banalni bo'lmasa ham 3 ta savolni qiyin-da, to'g'rimi javobini berish. 2 ta savolda anaqa elevator pitch bir boshqa narsalar deyshadi-ku, menimcha bu qiyinroq narsa bo'lsa kerak, chunki produkti juda yaxshi bo'lishi kerak sizlarni sotib olish uchun. Produkt yaxshi bo'lish uchun bu nima to'g'risida gap bo'ladi? Bu degani, значит, sizlar yaxshisizlar. Misol uchun mana 100 ta bir xil produkt bo'lishi mumkin-da, lekin faqatgina 5 tasi pul ko'tarishi mumkin. Bu degani o'sha 5 tasi qanaqadir ham to'g'ri paytda, to'g'ri vaqtda, to'g'ri ish qilganda. Lucky. Omadiga. Bu omad juda ham katta narsa. Mana Steven Covey'ning anaqasi bor. Gapi bor, men bir necha marta aytgan, boshqa podkastda ham aytdim. Uni anaqasi bolta chaqlashi bor. Eshitdingizmi shu? Yo'q. Bolta chaqlash degani haligi ikkita anaqa dravasek nima deydi o'zbek tilida? O'sha ikkita dravasek bizga sherstga aytgandilar. Shu ikkita dravasek anaqa qilganda, bolta bilan daraxt kesardida, bittasi kun bo'yidan 3 kun to'xtamasdan kesgan, bittasi haligi kesayotganda 12 soat anaqa qiladi, 12 soat dam oladi, 12 soatda to'xtaydi. Birinchi tushunmagan, nimaga bunaqa qilyapti? Oxirida qarasa, dam olib qilganligini rezultati ko'proq. Lekin so'ragan, men qaraman 3 sutka to'xtamasdan kesdim, sen yarim kun dam olding, yarim kun anaqa qilding desa, aytganki, men yarim kun dam olmadim deydi. Men yarim kun boltamni chaqladim deydi. Ya'ni men lucky deyapsiz-ku, ya'ni omad deydigani bu omad, ya'ni boltalar chaqlab turishingiz kerak-da. Sizlar har doim misol uchun tushunishingiz kerakki, agar hozir mana pul ko'tarmagan bo'lsanglar, hozir emasdir, keyin haftadir, 2 hafta sizlar tayyor bo'lishingiz kerak. Agar tayyor bo'lmasanglar,
anaqa bo'lishi mumkin. Qiyin bo'lishi mumkin. Pul kelib qolishi mumkin, problema bo'lishi mumkin. Shuning uchun har safar tayyor bo'lishingiz kerak. Lekin Laziz aka ham bitta fikr bildirdilar. Ularda Dalatek degan loyiha bor-da. Shu loyihada aytayotdilar, pulni deyaptilar, faqat puling borida qidirishing kerak. Когда mana hammasi yaxshi ketyapti loyihada, ideya bor, pul bor, уже keyingi pulni sразу qidirish kerak. O'sha round ko'tarayotganda bizani bolalar ko'pchilik puli yo'q payt qidiradi. Puli yo'q kompaniya, puli yo'q, proyekt hech kimga qiziqmas. Anaqa teoriya berildi-da. Bitta gap bor. Bu rostdan ham shunaqa. Ana hech kim pul ko'tarayotganingda snapshotni olmaydi hech kim. Mana misol uchun mana keldinglar-da, zo'r bitta rezultat berdinglar-da, aytdi, mana bunaqa narsamiz bor deydi. Mana misol uchun mana 3 oydan beri yoki yarim yildan beri ishlayapmiz, zo'r ketyapti. Mana user acquisition zo'r chiqyapti, revenue oshyapti desanglar, mana shu normal investor shu paytda sota olmaydi. 2-3 oy, 6 oy kutadi-da, traction bo'ladimi yoki o'sadimi? Chunki aqlli yoshlar nima qiladi? Biladiki, что mana misol uchun o'zi продажаны sun'iy qilib yuborishi mumkin. Rost именно o'sishi sun'iy qiladi-da, aytadi, mana hozir sun'iy qilaman deb, pulim bor, anaqa pulni ketkazaveraman-da, men paytda bo'lganda, katta bo'lganda eng katta otsyanka bilan sotaman deydi. Bunaqa aqllilik ko'p, lekin investorlar ham biladi bu narsani, oldindan bilardi. Yaxshi investorlar har doim ko'radi. Pauza oladi, aytadi, "Bo'pti, menga 3 oydan keyin qaytib kelib ko'ramiz" deydi. Chunki sizlar shu narsani berayotganingizda har safar plan berasizlar-ku, aytasiz, misol uchun mana biz 3 oy oldin boshladik, hozir 100 miz, 3 oydan keyin 1000 bo'lamiz deysizlar, keyin yarim yildan keyin 10 ming bo'lamiz deydi. Bo'pti deydi, to'xta deydi, 3 oydan keyin keladi. To, что sizlar 1000 sizlar, 1000 emas, 150 bo'lib qolsanglar, bo'ldi уже как бы anaqa olmaydi sizlardan. Bir yilcha oldin Qozog'istonlik bitta proyektni o'sha kuzatib borardim-da. Ular kim investor chiqsa yo tanishsa ham, men ham bir marta tanishib qolganman, emailni so'raganda-da. Har necha oyda emailga, pochtaga menga отчеtlari keladi. Biz ham bunaqa edik, sen bilan gaplashganimizda biz bunaqa bo'lamiz dedik, hozir ham bunaqa bo'ldi dedi. Ya'ni men o'zi investor emasman, har oy qiziqib ko'rib turaman. Kelmay qolsa voy nimaga kelmadi ekan deb. O'chirib qo'yishgansiz, blok qilib qo'yishgansiz. Emaildan tashab turishadi pochtalarda. Da, o'zi shunaqa bo'ladi. Pulni ko'tarish. O'zi to'g'risini aytsam, men hozir shu anaqa to'g'risida pul ko'tarish, boshqa narsa to'g'risida anaqa qilyapti-yu. Men aytishim mumkin, Rossiyada, menimcha Amerikada ham shunaqa bo'lsa kerak. Oxirgi 3 yil ichida takoy o'zgarish bo'lgan. 2010lardan boshlab IT anaqasi IT bizneslar, startaplar juda katta rivojlanib ketdi-da. Multiplikatorlar oshib ketdi, boshqa narsalar bo'ldi. Lekin mana sezishim uchun 2020lardan keyin menimcha sekin susayish boshladi. Endi bu Rossiyada как sun'iy emasmi? Yo'q, faqat Rossiya emas. Faqat Rossiya emas. Boshqa davlatlarda ham shunaqa bo'lyapti, chunki o'zi IT nimasi yaxshimi? Biz men o'zi IT kirganman. IT ning multiplikatori bor. O'zi ikkita narsa. IT ning multiplikatori bor. Ya'ni misol uchun agar siz aytaylik qanaqadir ham stomatologiyangiz bor, stomatologiyangizni sotayotganingizda biznesingizni multiplikatoringiz misol uchun 1 yillik yoki 3 yillik yoki 5 yillik naqangiz bo'lishi mumkin, EBITDA'ngiz bo'lishi mumkin. Aytasiz, mana misol uchun men yiliga misol uchun $100,000 qilaman, pribel $500,000 yoki $300,000 sotaman. Multiplikatorda shu 3-5 multiplikator. ITda multiplikator katta bo'lishi mumkin. Agar siz o'sha stomatologiyangiz sizda masalan aqlli viner qo'yadigan bo'lsa, tam IT orqali то есть masshtabingiz osonroq, ya'ni misol uchun 1 sim tikib 5 sim oladigan bo'lsangiz, chunki IT ning o'zi anaqasi mohiyati shunda, uni masshtabingiz qilish ancha osonroqda. Ya'ni har bitta narsa bir marta qilishingiz kerak emas. Siz определенный proseslarni osonlashtirib qo'ygansiz yoki rasxodi 0 bo'ladi yoki juda ham minimalli bo'ladi. Shuni IT biznes qilib sotadigan bo'lsangiz, siz multiplikator shu stomatologiya multiplikatordan 5, 10, 15, 20 bo'lib ketishi mumkin. Chunki biladiki, mana pulni tikdi, xuddi shunaqa stomatologiya qilish uchun u ko'p pul tikmasdan ana davom ettira oladi. Shu IT ni o'zi mohiyati shunda. Shuning uchun men IT ga qilaman. Bu birinchi narsasi. Ikkinchisi, men o'zi juda yalqovman-da. Yalqov bo'lganligim uchun menda fokusim juda ham anaqa yaxshi emas. SDVga ham bor, menimcha anaqa qilib babnikli xususiyati. Yo'q, bu endi qo'pol qilib tushuntirganda, tipi fokus. Mana yoshlikda ko'p sportga borganmisiz? Sportga vaqti bormaganman. Hech qachon sportga bormaganman. Menda ham shu muammo bor deb o'ylayman. Chunki
endi hozir o'zim majburlab bitta anaqaga fokus qilaman, no вечный yani yengillik xohlaydi. O'zi bu narsa mana agar so'rashsa-da, men ko'p odamlar bilan gaplashaman, tanishlarim bilan ko'raman kim успешный bo'lgan, успешный bo'lmaganligini. Meni fikrimcha o'zi nimadirda ham o'xshash uchun nimadir ham любой narsa, biznesmi, oilami, boshqa narsa, eng главный narsa, eng asosiy narsa bu fokus. Shu fokus qancha kattaroq qila olsanglar, ya'ni o'sha bitta vaqtga qancha ko'proq vaqtinglarni ajratsanglar, usinglarni ajratsanglar, harakatinglarni ajratsanglar, shuncha katta ehtimol bo'ladi shu narsa o'xshashligiga-da. Misol uchun mana bu nima desa bo'ladi? Hamma odamda bir xil emas. Mani misol uchun mani bitta fokusim mana bundoq-da, mana shundoq. Mani qizimniki mana bundoq misol uchun. O'g'limniki mana bundoq kichkinasi, kattamniki mana bundoq, menga o'xshaydi. Menda fokus shunaqa bo'lganligi uchun men bilamanki, shu men qisqa vaqt ichida katta yaxshi rezultat bera olaman, lekin agar katta bo'lib ketsa men bera olmayman uni. O'shaning uchun men oldindan bilaman, shu hech qachon men o'sha 20 yoshdan bilardim, hech qachon men razrabochik bo'lmayman. Anaqa IT Chunki o'ta katta fokus kerak. Juda katta fokus kerak. Juda katta fokus kerak. Men analitik bo'la olmayman men. Buxgalter bo'la olmayman men. Finansist ham, ya'ni imенно finansist bo'la olmayman. No, menda bitta narsa borki, menda o'sha fokus kichkina vaqtda fokus qila olganligim uchun misol uchun bundoq kirib men qanaqadir ham aytaylik, отчетность bor, отчетность berilgan. Mana qanaqadir ham когортный analiz bo'ladimi, воронкали bo'ladimi, boshqa PNL boshqa narsa bo'ladimi? Men bitta kirib 5 minut ichida сразу nimadir ham bila olaman-da. Qanaqadir ham решение qila olaman-da. Sotuvda yaxshi bo'ladi bu. Sotuvga tayinlanaman ozginada, kelayotganda tez haligi xursand qilib chiqib ketadi. Joyida vaziyatdan foydalanish. Joyida vaziyatdan bu narsa tushunishlik kerak, bu yomon narsa emas. Просто hammasini o'zini kashfasi. O'shanga qarab, masalan, mana hozir aytdingiz, bizda yoshroq bolalar qaraydingiz, men kattaroq odamman, bizda bolalar to'g'risida ko'proq gap ketadi-da. Tushunishlik kerakki, shu bolalar yoki o'zingizlar agar yosh bo'lsangiz, bu yomon narsa emas. Просто sizlar tushunishlik kerak qatga o'sish mumkinligini. То есть shu fokusinglar bitta qisqa vaqt ichida kichkina bo'ladigan bo'lsa, ozgina o'stirishga harakat qilinglar-da, yoki tushuninglarki, shu kichkina qilib qilinglar. Masalan, men sport zalga bormayman, lekin har kuni sport bilan shug'ullanaman. 3 ta zadacham bor, timer bilan qilaman. 15 minut gantel ko'taraman. 25 tada 8 marta podxod. Anaqa bilan. 21 minut sakrayman. Anaqa bilan. Skakalka bilan 50 bitta burpee qilaman 17 minut ichida. Yana keyin gantel, to есть har bittasi qiyin-ku, zalga borgansiz. 21 minut, 17 minut va 15 minut. Значит, 38, 53 minut ketadi. Hammasi dam olish bilan 1 soatim ketadi. Har kuni shu narsa bilan shug'ullanaman. Bu narsaga men yetib kelganligim sababi, men bilamanki, shu agar men vaqt qilib, men fokusim kichkina-ku, yalqovman, deadline qilib kichkina vaqt deyman, 25 minut, yarim soatdan ko'proq bo'lganiga deadline qilmasam, hech qachon sportga ketib qoladi. Hech qachon sportga shug'ullanmayman. Bu shunaqa zadachalarni ham qilaman. Misol uchun mana hozir men shaxmatda haligi reyting ko'tarmoqchiman. Shaxmat bilan shug'ullanmaganman, yoshlik shug'ullanganman. Reyting meni misol targetlarni reyting ko'tarish. Misol uchun yarim soat shaxmat bilan shug'ullanaman har kuni. Misol uchun men aytaman, misol uchun yarim soat bo'lsa 15 minut taktika, 15 minut mana bunaqa. То есть bu narsani men o'zimda yomon bo'lgan narsadan bilaman, lekin men aytmayman, voy Bekzod senda hech narsa o'xshamas ekan, sen hali yalqov ekansan, sen unaqa qilmaysan demayman, aytaman, bo'pti, menda fokusim kichkina ekan. Men yalqov ekanman, nima qilsam bo'ladi? Shuni keyin kichkina iteratsiya, splitlar. Zo'r. Menga вообще anaqa yengillik bo'ldi. Men ham test qilib ko'raman unda o'zimga. Agar test qilmoqchi bo'lsangiz, qarang, IT-da ham, hayotda ham testni har doim boshida anaqa qilishingiz kerak. Tez erisha oladigan maqsad qo'yishingiz kerak. Chunki tez erisha oladigan maqsad qismi, masalan, men отжимание qilardim-da oldin. 5 ta отжиманиyadan boshlaganman. 5 ta отжимание qilishdan-da. Misol uchun 20 minut ichida 20 ta отжимание. 5 tadan как бы har 5 minutda. Shunaqa qilib qilsangiz, kun sayin oshirsangiz bo'ladi-da. Chunki odamda bitta narsa borki, odamlar ko'pincha
yetish bo'lmaydigan слишком ambitsiozni narsa qo'yadi-da, особенно yoshlarda. Men yoshlar ko'p собеседование qilaman. Ana bizda hamma masalan milliarder bo'laman deb. Shunisi yomon-da menimcha. Katta maqsad qo'yadi, aytadi, mana Instagramda ham yoki Facebookda ko'radi, mana 20 yoshli, 18 yoshli bola hali уже $1 million nimadan topibdi, mana anaqa mashinada yuribdi deydi. И stressga tushadi, aytadi, bo'ldi, men ham yozaman bo'lsam 31 dekabr men bunaqa yozdim, keyingi 31 dekabrgacha $1,500,000 topishim kerak. Yozib qo'yadi bo'lsa 1,500 da 500,000 men bitta qo'li sotib olaman, oyimlarga 100,000 dan bitta anaqa mashina sotib olaman, 1 million tikaman, mana shunaqa qiladi. Bu yaxshi narsa. No, eng problemli narsaki, yoshlar tushunish kerakki, bu maqsad qo'yayotganingizda bu maqsadga erishish veroятности statistika bo'yicha aytadi. Juda kichkinada, ya'ni 1000 ta 10,000 ta odamdan bitta ikkitasi erishsa kerak deb o'ylayman. O'sha siz bo'lishingiz mumkin, no kam. Bu nimaga olib keladi? Erisha olmasangiz, siz keyin aytasiz, bo'ldi, bu yil 31 dekabr tugadi, endi keyingi 31 dekabrga bo'pti, 1,5 million emas, 3 million qo'yaman. Chunki anoni уже bo'ldim-ku, endi men o'xshamadi, endi oshirishim kerak-ku bu deysizda. Постоянно qanaqadir ham yetish bo'lmaydigan rezultatda qo'yasizlar. Illyuziyada yashab yuradi. Lekin nimasi anaqa yomon, odamlar mana shu narsani ko'rsatishga harakat qiladi-da, o'zida bo'lmagan narsani aytadi. Misol uchun, men bunaqa qilaman, tam kripto biznesmenman, tam astrologman, bir balolar deydi. Bu ham yomon emas. Va yomon demayapman. Просто sizni o'zingizni, mana ichingizdagi anaqangiz bor, shaxsiyatingiz bor, lje shaxsiyatingiz bor-da, ya'ni qolibmi nima deydi, ya'ni o'zingizga Xayoldagi personajda. Bu har doim shu narsa mana anaqa yetish bo'lmaydigan maqsadlar yoki misol uchun o'zingizni boshqacha qilib ko'rsatishingiz shu shaxsiyatning orasida katta anaqa mas'ullik bo'lib qoladi, uzilish bo'lib qoladi. Bu ana bir to'g'rilash qiyin bo'lib qoladi. Menda ham shunaqa narsa bor. Men hozir aytib beraman sizlarga. Men yoshligimda maktabda o'qiganimda anaqa filmlar bo'ladi, Bruce Lee'ning filmlari bo'lardi, hali ya'ni sakrab yurardi. Bitta men ham o'zimcha sakrab qo'llarimni bir balo qilardim. Bitta bola bilan qilganda qo'limni qaytarganman, yosh bola edi. Nechinchi sinf edim? 5-6 bo'lsam kerak. Qaytarganman, keyin bitta bolaga, "Voy, zo'r qaytarding, sen qayerda anaqa qilding?" Men aytganman, "Men Aikidoga boraman" degan. Shu necha yil bo'ldi, qaramaysinda bordi. Shu qo'lni qaytarish qilganimda men o'sha maktabda ham, litseyda ham, universitetda ham Aikidoga boraman deb gapirardim-da. Meni o'sha anaqa hali ham bolalar, o'sha haligi ulfatlar bor, men ularni 20 yildan ko'proq taniyman, aytadi, ana begi anaqa Aikidoga borgan. Men aytaman, bormaganman, men aldaganman o'shanda. Mana shunaqa har bitta odam shunaqa narsalar bor-da. Vaqt o'tgan sayin siz o'sha narsani uza olmaysiz-da, qiyin bo'ladi-da, mana aytish qiyin bo'ladi. Men bu narsani qilish uchun bunaqa narsalar ko'p. Men просто psixologga boraman-da, chunki tadbirkorda o'sishi eng anaqasi oson yo'li o'zingizda sizdagi stopperlarni ko'rishingiz kerak. Barrierlarni o'zingizdagi anaqadagi emas, o'zingizdagi. Chunki har bitta odam potensial katta. Har bitta odam, misol uchun, kuniga 1 soat nimadir shug'ullansa, 1 yil ichida zo'r ekspert bo'lib ketadi-da. Любой narsada-da, по идее. Qancha ko'p vaqt ketsa, shuncha yaxshi-da. Men shunaqa deb o'ylayman. O'shaning uchun men psixologga boraman, чтобы tushunish uchun, motivatsiyani tushunish uchun, ichimda nima bor, qanaqa stopperlarim bor, mana shunaqa narsani tushunish uchun boraman. Hozir mana aytdingiz-ku, xayolli personaj ancha kattalashib ketadi deb. Yaqinda Dashkiyev bir 10 tacha video chiqardi, seriya. Полный mana shuni razbor qilib bergan. Men atrofimdagi bolalarni ko'pchilikni kuzatyapman-da. Juda ham bizda mana yoshlar ichida kattalashib ketgan. Именно mana shu Instagram, tam sotsial medialar ta'sir qilgan deb o'ylayman. Hamma chiqib ko'rsatganda, mana men adamga mashina, gelik oldim, u yoq bu yoq. Anu bolalar xuddi siz aytganingizdek chizaveradi o'zini xayolida, men bunaqa qilaman, bunaqa qilaman. Nechidir masalan oydan beri, yildan beri yig'ilib kelyapti-da. Hozir shunaqa katta tendensiya kelyapti. Masalan, sport igralariga qiziqib ketadi yo boshqa narsa. Nimaga? Chunki mamiyodagi xayolli personaj katta bo'lib ketganda, hayoti juda ham orqada qolib ketganda, o'tdan nimadir o'zgartirsa, baribir ta'sir qilmaydi. Masalan, xayolida u tam bilmadim, gelikda yuribdi, sotrudniklari bor, katta millioner bola, hayotida masalan, ustuvni bitta yaxshi restoranga puli yo'q.
hozir chiqib ishlasa hop nima o'zgaradi, geylik paydo bo'lib qolmaydi-yu, baribir deydi-da. Da. Totally anaqa bo'lib uziladi-da. Bu narsa juda o'sha ijtimoiy tarmoqlar rivojlanganligi uchun juda bo'lib ketgan. Bu как бы aytishim mumkin, bu problema hammada bor. Bu problema hammada bor, yoshlarda ham bor, 30 yoshli, 40 yoshli, ham 50 yosh hammada bor-da. Bu misol uchun hozirgi yoshlar ko'rib aytadi-ku, men boshqa bolalarda bor, menda yo'q, o'sha anaqa lje personajini anaqa qiladi, o'sha geyliklarda bo'lgandek qiladi-da. Kattaroqlarda aytadiki, men hayotim o'tib ketdi, hech narsaga erishmadim deydi-da. Yoki men erishdim, boshqasi erishmadi. Bu narsa hamma narsa, faqat biznes emas. Ya'ni bolasi ham bo'lishi mumkin, oilasi ham bo'lishi mumkin, u do'stlari ham har qanaqa bo'lishi mumkin-da. Bu narsa o'zinglarni tushunishing kerak-da, o'zinglarni qabul qilishing kerak. Rostdan ham har bitta odam potensiali juda katta. Men shunaqa deb o'ylayman. Haligi qoloq odam degan narsa yo'q. Yalqov bor, lekin даже menga o'xshagan yilqovlar ham nimadirga ham erishishi mumkin, kichkina bo'lsa ham-da. O'shaning uchun bu o'sha lje personaj bitta narsa bor, to'g'ri aytasiz. Odamlar dopaminga o'rganib qoladi-da. Mana misol uchun o'sha dopamin gormon счастья bo'lsa, mana siz Instagramga kirsangiz, qanaqadir post qildingiz-da, yoki misol uchun mana Lazzaka bilan sizda chiqdi-da, haligi YouTube'da chiqdi, har 5 minutda обновить qilyapsiz-da, qarayapsiz, prosmotrlar 10 tadan, 100 tadan eng ko'proq. Shunaqa bo'ldimi sizda? Mana shunaqa bo'ldi. Siz ham shu dopaminni oldingiz-da, maza qildingiz. Lekin bitta problema narsa borki, shu dopamin siz agar shu dopaminni oldin dopaminni qanaqa bo'lishardi? Mana misol uchun aytaylikki, erkak kishi borib yer chopadi. Olib kelardi, nima olib kelardi? Misol uchun qanaqadir ham bor ovga borardi, bilmadim, tulkini nimani ham o'ldirardi, kelardi. Bitta 5 minutda bo'lmasdi bu narsa. Borardi, 1 soat, 2 soat, bir kun ketardi, kelardi, mana qilgan natijam dedi. Hozirgi dopamin nima? Post qo'ydingiz, kimdir ham like qildi sizga, bo'ldi, maza. 2 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta. Va men qo'ymayapti-ku. Kim qo'yibdi? Men yangi подписчик, mana shunaqa narsa-da. Bu dopamin shu sotsetiyadan olish mumkin yoki o'yinlardan olish mumkin. Men o'zi o'yin o'ynab turaman. Haligi anaqa qilmayman. PlayStationda o'ynayman, anaqa RDR o'ynadim kecha. Biz hamma podkast kelganlardan so'raymiz. Lazzaka ham tasdiqladi. Ular ham o'ynar ekanlar. Taksi normal. Normal o'yin o'ynab turaman-da. Bolalarim anaqa qilmayman, lekin o'ynattirmayman. Katta bo'lsa keyin o'ynaydi. Qaranglar, men shu dopamin olayotganligi uchun-da, bolalar, o'sha yoshlar tushunish kerakki, что hozirgi nuqtasi bu normalniy narsa. Просто ambitsiozni qo'yish kerak, no erishishga harakat qilish kerak. O'sha aytganimdek, отжиманияni ham kichkinadan boshlaysiz, erishasiz, sekin-sekin oshirtirasiz. Chunki agar siz kichkinaga ham erisha olmasangiz, qiyin bo'ladi. Menda shunaqa problema bo'lganda, men o'sha kupondagi bir ikkita proyektlardan keyin Rossiyada vashi haligi burnim baland bo'lib ketib, men vashi zo'r ekanman-ku degan, mo'shni ekanman. Vashi hali hamma narsani bilar ekanman. Marketingni ham bilaman, finansni ham bilaman, boshqa narsani ham bilaman deb o'ylardim-da. Keyin krizis bo'lgan, katta krizis bo'lgan. Krizisdan keyin men noldan boshlashim kerak bo'lib qolganda. Men hozirgi o'sha paytda bo'lgan mendagi Bekzod men o'zimni his qilayotgan Bekzod vashi boshqacha bo'lgan. Qirol deb aytaman-da, u odam, meni qirolim bor, korol deyman uni, korolim bor, o'sha lje meni odamim, korol. U odam kelib hamma yonda kelib o'zini anaqa qilish kerak, maqtanib ketish kerak. Men Bekzodman, men zo'rman, mana shunaqa deyish kerak. O'sha men qirolim bor meni, o'sha qirolim menga yangi narsa qilishga xalaqit beradi. Shu aytganingizdek, ishga chiqish, boshqa narsalar bor-ku, yangi proyekt olish menda qiyin. To есть proyekt boshlasa kamida katta, haligi 100 million dollar bo'lishi mumkin bo'lgan proyekt boshlash kerak. Nimadir ham qilsa, kamida haligi 100 ta odam qo'l, mana shunaqa narsa bo'ladi. Bu narsa juda yomon narsa tadbirkor uchun. Tadbirkor bu haligi yutqizishni biladigan odam-da o'zi. Mana tadbirkorlikda o'zi nima kerak degan o'sha aytgandek fokus kerak dedim. Ikkinchi narsa yutqizishni bilish kerak. Ya'ni tadbirkorda yutqizish, uni zadachasi, vazifasi, uni yutuqlari yutqizishidan bitta ko'proq bo'lish kerak bo'ldi-da, shu boshqa hech narsa emas. Ya'ni o'xshadi. Mana shunaqa bo'lish kerak. Odamlar agar yutqizishni bilmasa, imomni qirol ularga xalaqit bersa, bu degani qiyin bo'ladi. Shu zbitый летчик deydi-ku, o'sha bitta uchadi, keyin baribir katta ehtimol qolgan остаток. Kстати, zbitый летчикlar lekin zo'r anaqaga ishchilik qilib olsa bo'ladi. Men bitta tanishim bor, uni anaqasi bor, fabrika startapi bor. Nechta deydi, 17 ta anaqa proyekti bor. Unda olayotganda, odamni SEOliga olayotganda aytadiki, u zbitый летчик bo'lishi kerak.
chunki zbitellovchi qanaqa odam degani bu degani katta maqsad qo'ygan, maqsadga harakat qilgan, maqsadi o'xshamagan, kelgan krizisdan o'tgan, keyin davom ettirish uchun qanaqadir yangi proyektga o'tgan. Bu odam juda ham realistga qaraydi и haligi hayotni realni qaraydi. Bu yaxshi narsa. Men onamlarning misolini ko'rdim. 3 yil oldin ularni direktor qilib bog'chaga olishdi. Ular tam 20 yil faqat oddiy ishda ishlaganlar tam. Sanitarka, medistra va hokazo. Katta orzu bo'lganda, bu yoqqa o'tyaptilar. Umuman anaqa just anaqa biznes faqat o'ylamayaptilar. Hech nimani o'tirib o'shanda men ham o'yladim. Demak, bular necha yil davomida nimadir qilganlar o'xshamagan, masalan, o'xshamashlik veriyatnisi 90%. Ya'ni asosiylik qaror qabul qilinadi. Men o'sha payt o'zim bilan solishtirardim. Men o'xshaydi. Ana nima ideya kelsa xayoliga bo'ldi. 99% o'xshaydi. Chunki qachondir bir marta o'xshagan, o'sha esimda qolib ketgan, ideal shunaqa bo'ladi. Statistika bo'yicha anaqa 3-proyekt o'xshaydi. То есть 2 marta proyekt yo'q, bu degani xayolingizda 2ta proyekt ochib 3-sini ochishni emas. Ya'ni ochishinglar kerak. O'rtacha o'tishinglar kerak, pul tikishinglar kerak, odam olishinglar kerak, vaqtinglar ketishi kerak, bankrot bo'lishinglar kerak, bilmadim, налоговый bilan gaplashishinglar kerak, kompaniyalarni yopishinglar kerak, keyin yana bitta qilib, yana xuddi shu narsani qaytarishinglar kerak, uchisida o'xshaydi, mana shunaqa bo'ladi. Tushundim. Bilishimmi, Rossiyaga qaytinglar. Okey, ketdinglar. Kuponni qosli, men ChatGPTdan ko'rdim, men точно данныйlarni topolmadim. 170 million dollar выручка bo'lgan 2015-2016. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Hozir to'g'riman menimcha, aytishim mumkin 2011-2012larda AdSense 2011larda AdSense katta bo'lgan. Qancha? Katta bo'lgan. Yo'q, aytaylik, bu anaqa-ku o'zbek masalan tadbirkorlar uchun plan o'zi bir nechta insonlar bor-da, который tam где-то 100 atrofida deylik. 100 million. Atrofida bo'lgan, u o'sha 2011da bo'lgan bu narsa. AdSense no keyin 1 yildan keyin kollaps bo'lgan. Qanaqa kollaps bo'lgan? Men aytib berdim menimcha buni. O'zi biz nima uchun Groupon qilganmiz? Groupon degan kompaniya bo'lgan. Groupon ochilgan. Groupon 2 yil ichida dunyoda eng tez o'sgan kompaniya nomini olgandi. O'sha kompaniya bizga Rossiyada qilganmiz, konkurentlar ham bo'lgan. Har kuni yangi shunaqa proyekt ochilardi-da. Sizlar o'sha aksiya qilgansizlar, kuponlar, tipa masalan men BMI kirib ovqatlanishim uchun sizlarning saytingizdan 20% li skidka sotib olishim mumkin. Chunki O'zbekistonda haligacha o'sha payt ham hozir ham qilmagan, odamlar bilmasligi mumkin-da kupon deganda. Kupon deganda, misol uchun, aytaylik 100 ming so'mlik anaqa bor. Basseyn bor misol uchun. 100 ming so'mlik basseyn bor. Basseynga borishga 100 ming so'mga 50 ming so'm saytdan sotib olasiz. O'sha 50 ming so'm berasiz, 50% skidka bo'ladi sizga. Bu saytni sotib olganingizda 50 ming so'mdan, misol uchun, yarmisi bizga keladi. 250 ming basseynga beramiz. To есть basseyn 100 ming o'rniga 25 ming oladi. Buni proyekt problemasi keyin men buni bilganman. Aytmoqchi, har bitta proyektda xatolaridan menda qanaqadir привычка paydo bo'ladi. Keyin bilganmanki, bu proyekt o'zi nimaga ochilgan? Yangi odamlarni olib kelishga ochilgan, chunki uni politikasi qanaqa bo'lgan bunaqa proyektlarni 50% dan ko'proq skidka deganda, to есть любой biznes 50% dan ko'proq skidka berish kerak. Demak, ko'proq yangi bizneslar bo'lganda, hatto. Yo'q, eski bizneslar ham berardi. Haligi happy hours degan narsasi bor-ku, biznes uchun restoranda, misol uchun, obed payti 2 dan keyin misol uchun 5 gacha, 6 gacha odam kelmaydi. O'sha paytda misol uchun yoki o'sha aytganingizdek fitnesslarda, ertalabmi, kechqurunmi, qanaqadir kunlardami farqi yo'q. O'sha yangi odamni olib kelamiz deb qilgan. Biza shunaqa bo'lib ketgan, katta biznes bo'lib ketgan, katta rынок bo'lib ketganligi uchun bu happy hours emas, hammasiga sotish boshlashgan. Birinchidan, ikkinchidan mana bunaqa bo'lgan. Odamlar biznesni o'z anaqasi yangi odam olib kelish bo'lgan. O'sha anaqa o'shalar fikri bo'yicha, o'zi biznes fikri bo'yicha kelgan odamlar qolishi kerak bo'lgan. Mana misol uchun siz 50 mingga sotib oldingiz basseynga, 100 ming o'rniga keldingiz, cho'mildingiz, keyin sizga yoqdi-da, keyin 100 mingga sotib olishni boshladingiz. Ayting, shunaqa bo'lishi kerak. Nima bo'lgan? Biz saytda 1000 ta, 10 mingta anaqa bo'lgan, offerlar bo'lganda, bunaqa saytlar ko'p bo'lgan, 10 ta, 100 ta bo'lgan. Bu xalafshiklarni yig'gan ekan. Shunaqa bo'lib qolgan. U yerda xalafshiklar bo'lmagan, masalan, mana menga ham agar basseynga 50% skidka bilan yaxshi basseynga degan bo'lsa, men ham olaman, problema emas. Nima bo'lib qolgan?
ularni biznesni o'zi 100 ming o'rniga 25 ming olish bo'lib qolgan. Juda ko'p odamlar kelishni boshlagan unga. Odamlar qolmagan, faqat shu bo'yicha kelgan. Ularni asosiy anaqasi klienturasi ham shu narsani olishni boshlagan. Ya'ni 100 mingga emas, 50 mingga, unga 25 mingga. Keyin to'xtatishni boshlagan. To'xtatishni boshlasa, u odamlar boshqa yo'ldan olishni boshlagan. Bu biznes haligi kuponni servisdagi nima bo'lgan? Kuponni servisda ularning klientlari ham уже farqi bo'lmaganda qayerdan olish? Qayerda o'sha offer bo'lsa o'sha yoqdan olgan. Masalan, o'sha aytganimizdek basseyn bizda chiqdi, oldida, keyin basseynni yopdik biza, chunki yopish kerak-ku. Kupon servis u yoqqa ketib qoldi. To есть bizga ham yaxshi emas edi, biznesga ham yaxshi emas edi. Oxirida klientga ham yaxshi emas bo'ldi, chunki mana bunaqa bo'ldi. Biznesga agar kupon bilan kimdir ham kelsa, ular muomala o'zgardi. O'sha muomala o'zgardi. Shu narsa. Bu narsa butun dunyoda bo'ldi. Bu haligi hamma yoqda qaytarilgan narsa-da bu. Ya'ni kompaniyalarga rosa aytam 10 million, 100 million dollarlab tikilganda. Ya'ni Germaniyada kopiyalari chiqqan o'sha proyektda, keyin o'sha Rossiyada sizlar qilgansizlar. U Germaniyadagilar anaqa Olivier aka-ukalar, uchta aka-uka, ular zo'r anaqa qilgan. Ular sotishganda lekin chunki. Ularni o'zi qarab chiqsanglar nima bo'lgan? Choyda adashmasam Grouponga qaytarib sotib yuborishdi. Grouponga sotishganda Groupon bilan M&A qilinganda, Germaniyadagi anaqasi Germaniyadagi biznes uniti katta bo'lganda, ularga yoqmagan olgan puli, ular nima qilgan? Ular bilganki, что biz hozir anaqani оборот, revenue ko'tarishimiz kerak. Ko'tarsa, IPOga chiqqanda katta bo'ladi deganda, chunki uni multiplikatori o'sha revenue bo'yicha bo'ladi-ku. Katta bo'ladi deganda, ular hamma yoqda revenue ko'tarishni boshlagan. To есть pulli qilib, tipa katta promotionlar qilib qilgan. Chunki ular zadachasi revenue oshirish bo'lgan. IPOga chiqqan, IPOda katta necha milliard dedi? 16 milliard, qanchadir milliard edi dollar bo'lgan. Keyin vasha tushib ketgan, hozir bilmadim, 500 millionmi bo'lsa kerak. Groupon. Shu narsa bo'lganligi uchun, IPO bo'lgandan keyin tushib ketganligi uchun u benchmark bo'lgan-ku. Butun dunyoda qarab turganda, chunki investorlar pul tushgan. Hozir bitta normalniy bo'lsa, o'ylaganki, hozir bu yerda normalniy bo'lsa, biz ham normalniy bo'lamiz. Bu uxlaganligi uchun hammaga uxlash. O'z menimcha 15 yil ichida bunaqa valnalar ko'p bo'lgan-ku. Ko'p bo'lgan. Birinchisi masalan mana shunda, ikkinchisi endi shunaqa valna deyshadi, lekin hali ham kollaps bo'lmagan. Bu sizlar ham qilgansizlar-ku, kartochkalar, fitness kartochkalar. Mana hozir OneFit chiqdi. 110 million dollar uzatsa. Men OneFit degan kompaniyada, именно rossiyskiy kompaniyada men asoschi bo'lganman. Именно OneFit Qozog'iston chiqishidan oldin 1 yilmi 2 yil oldin bo'lganda. Qozog'iston 2019 yilda adashmasam. 2015 yilda menda ochgan edim. 2015 yil oldin. 2015 da ochganmiz. Nima bo'lgan? Va aytib bergan shu narsani men hayotim bo'yicha xatolar qilib kelganman-da. Xatolar qilganimda har bitta xato, har bitta muammo menda bitta o'sha aytganda privichkani qildirgan. Misol uchun встречаlarga tayinlanib kelish. Misol uchun men даже hozir shu podkastga kelishdan oldin ham men bir ikkita podkastingizni ko'rdim, qaradim nimaligini. Har bitta встречаga tayyorlanaman. Sonli bo'lganda men sonlarga qarayman, juda e'tibor beraman sonlarga. Shu bir ikkita anaqalar bor. Nima bo'lgan? OneFit qilganimizda menda dollar bor edi u yerda. Men operationsga javob berardim, продажаga javob berardim, operationsga javob berardim. U yerda men anaqa qilganman. Когорт analiz qilganman men. LTVlarni hisoblab, retentionlarni hisoblab qaraganman. Ko'p joyda aytaman bu narsani. O'zi OneFitni anaqasi qanaqa? OneFitni modeli qanaqa? Odam sotib oladi, misol uchun $50 sotib oladi anaqani, fitness abonementi bir oyga. Har borganda OneFit pul to'laydi. O'sha fitness uchun bu o'sha kuponni formati-da. To есть bu bir kun kollaps bo'ladigan narsadek qarayman. Chunki hozir qiyin-da anaqasini tushirish modelini. Mana bunaqa narsa. Mana bir oyga oladi-da, $50 ga oladi. $50 ga aytaylik. Men hisoblaganman-da, biz bilganmizki, что men bilganman. Bizda olganda 7 martadan kamroq borsa olgan odam biz plusdamiz. Bizda 13 marta borar ekan o'rtachada. O'rtacha borar ekan, men aytgan bolalar deganman. Bu yaxshi emas. Bu produktovoy metrikada. Bu ya'ni bitta odam qachondir o'rtada-da. Ya'ni har oy bizda 2x, 2x, 3x o'sayotveradi. Men aytganman, bolalar men bunaqa bo'ldi. Bu narsani 13 dan даже 11 qilish yoki 12 qilishga juda katta narsa qilishimiz kerak. Men как бы
qiladi, ограничение bo'ladi, men chiqib ketmoqchiman. Ular aytganda, "Yo'q, zo'r bo'ladi, men chiqib ketmoqchiman" degan. Kim oladi mendan degan. Aytishgan, "Yo'q, olmaymiz" deyishgan. Keyin men sotganman buni. Men как бы ular O'zingiz do'laysiz sotgan. o'zim to'lab sotganman. Pul ko'tarilgandan keyin anaqa bo'lgan. 3 barobar o'sgan. Ya'ni meni do'lam o'zim Boshida kirgan. kamroq do'laga sotganman, kamroq pulga sotganman. Meni do'lam yana 3 barobar o'sgan. Men Bu pik vaqtigacha-da, to'g'rimi? ya'ni men pikdan oldin sotganman. Pik 3 barobar o'sgan, men u narxdan kamroq sotganman. O'sganda hamma gapirgan, "Bekzod mana Xato qilgan. xato qildim, unaqa deganda. Keyin yarim yil ichida pul ko'tarilishi kerak edi. Ulgurilmagan pul ko'tarilish. O'sha hakrasi shu aytilayotgan narsada. Ulgurilmagan, bankrot bo'lgan kompaniya. O'shada bu xudan katta finansiy piramidaga o'xshaydi. Mana bitta narsa bor. Katta finans piramida. U problema nimada? Bu narsa Yangi klientni hech qaysi anaqa bu ham bu rynoklarda o'xshamagan hech qaysinikida. Lekin O'zbekistonda o'xshasa kerak deb o'ylayman. Nimaga? Chunki hozirgi OneFit modeli boshqacha OneFit modeli emas. Bu O'zbekiston style desa bo'ladi. Qarang. Bilsangiz agar slippage degan narsa bor. Bilasizmi slippage nimaligini? Yo'q. Mana misol uchun anaqa bor, biznes model bor, anaqa gift kartalar bo'yicha, podarочный kartalar bo'yicha. Siz saytingizda podarочный karta sotasiz. Misol uchun korzinkani 1 million so'mga yoki tam bilmadim, makronni o'sha 10 million so'mga sotasizda, men o'sha yerdan onlayn yoki offlayn sotib olishim mumkin и borib ishlataman. Obычно tug'ilgan kunlarga ishlatiladi, mana shunaqa narsa qiladi-da. И o'zi qanaqa biznes bu? Men agar saytim podarочный karta bo'lsa, men 5-10% marja olaman. Misol uchun mana 1 million bor, 50 ming so'm menga tushadi. 50 ming so'm 5% marjada hech qanaqa biznes ishlay olmaydi. Qanaqa ishlaydi ular? Slippage ishlaydi. Ya'ni men aytaman, menda korzinka beradi menga 1 millionlik и meni saytimda yoziladi-ki, mana 1 millionlik anaqa korzinkaniki 31-martgacha ishlaydi. Odam oladi, beradi, qolib ketadi. No pul menda qoldi. Tushundingizmi? Men korzinkani bermayman, chunki aktivering uchun beraman-ku. Tushundingizmi? 1 million menda qoldi. Shunaqa qilib meni marjam 30, 40, 60% bo'lib ketadi. Bu slippage deyiladi. Endi fitnesslarda o'z slippage bor. Siz agar fitnessga borgan bo'lsangiz, sizga hech qachon 1 oylik sotgisi kelmaydi. Yarim yillik, 1 yillik sotadi. Aytadi mana 30% skidka, 40% skidka 1 yillik oling deydi. Nimaga? Chunki odamlar o'zi har bitta odam, ya'ni 100 ta odamdan 95 tasi shunaqa. Ular fitnessni 1 yillik olgandan keyin birinchi oy 7 kun har kuni boradi, haftasiga har kuni boradi birinchi oy. Aytadi, "Men Tailand unaqa kasal bo'ladi, xafadan ketadi." Bo'ldi, o'sha ikkinchi oy bormaydi. Mana shu birinchi, ikkinchi oy boriladi, oxirgi 12-oy boriladi. Voy, tugayapti deganda boriladi. Fitness agar o'zini territoriyasida 100 ta odamga sota olsa, o'z fizически 1000 ta odamga o'z payda sotadi. Chunki biladiki, shu 1000 ta odamda o'sha 100 tasi keladi, qolgani kelmaydi. Tushundingizmi? Mana bu fitness. Endi qarang. OneFitda anaqasi nima? Butun dunyoda OneFit rekurrentniy platejlar bilan ishlaydi. Rekurrentniy. То есть men sotib olaman 1 oylik sotib olaman-da, men har oy anaqa qilaman. Pul to'lab turaman. Misol uchun 3 oyga sotib oldim-da, 3 oydan keyin men продлевать qilmadim. Bizda ham xuddi shunaqa edi. Bizda ham misol uchun 3 oyga sotib olardi yoki 1 oyga sotib oldi. Chunki yangi proyekt-ku, 1 oyga sotib olardi-da, 1 oy shug'ullanardi, 2 oy shug'ullanardi. Shug'ullansa to'xtashi bilan sota olmasdi. OneFit yillik sotyapti. OneFit yillik рассрочкаga sotyapti. OneFit yillik рассрочка sotyapti. Aytadi, oylik to'laysiz deydi. Uni biznes hozir рассрочка bo'lib qolgan. Tushunasiz-a? Shuni aytaman-da, bu получается, mana men o'ylashim bo'yicha, men dekabrdagi to'lovimni hozir qaysidir boshqa odamga to'lashyapti. Masalan, martdagi bu ham kollapsga olib kelishi mumkin-ku hozir. Скорее olib kelmaydi, chunki mana qarang, agar investor puli emas, продажан puli demoqchisiz. Mana misol uchun mana siz 12 yillik sotdingizda, aytaylik, bilmadim, 100 ming so'm deylik, 1 million 200 misol uchun-da, 1 million 200. Ya'ni sizga OneFitga tushadigan pulda, qolgani o'sha рассрочкаga tushadigan pul. Siz 1 million 200 sotdingizda, har bitta borishingizga siz bilmadim, 30 mingdan to'laysiz-da, misol uchun. Siz birinchi oy 10 marta borasiz-da yoki 20 marta borasiz. O'sha 600 ming to'lanadi-da, keyin siz boshqa oy bormaysizmi? Siz hozir boryapsizmi? Men OneFitga bormayman. Nimaga desangiz, ular ko'p ограничение qo'yishganda. Masalan, soat 6 da 12 ta odam kira oladi, tam Befitda qaysidir filialiga. Bu degani men 6 da уже kira olmayman. Keyin men nima qildim? Ozarbayjonlik servis kirdi. Push o'tdi. Ular yangi, ular hali bilmayapti. To, что biz o'zbeklar ana
O'tkazdi. Men o'tgan yili sotib oldim-da, Peugeot'ni. 95 marta borganman, prям gostinitsa. Sizda keladi, bankrotda bo'ladi. 800 minglik anaqada, ularga to'laganman 6 million. Tем более 50% skidka sotganman 1 yillikda. Va kalkulyatsiya hisoblab, tam 40-50 million chiqyapti, bular 6 million. Kak. Shu. Endi shu aytganimda 1 yillik sotilsa, mana shunaqa bo'ladi-da. O'z ограничениялар qilinadi. Bu oddiy narsa. Bu misol uchun shu OneFitga o'xshab o'zi biz amerikanskiy anaqa qilganmiz. Shunaqa proyekt qilgan odam kompaniya anaqa movie pass qilgan-da o'zi. Anaqalarda xuddi shunaqa abonement sotib olib, любой anaqaga zalga, kinoga kirishingiz mumkin. U ham dabdalasi chiqqan, bankrotda bo'lgan. Hozir bormi? Anaqalar ham katta kompaniyalar mana shu modelda ishlaydi. Menimcha yo'q. Chunki OneFit ham ko'p aytishadi bitta kompaniyani, no u kompaniya haqida ham unaqa ko'p informatsiya beradi. O'sha amerikanskiy xuddi bularning formatida ishlaydigan. Qanaqa kompaniyaga? Bunaqa kompaniya qolmagan уже. Oltini bilgan, no o'sha 1-2 marta forum eski. Ozgina boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ular hali arzon $10 haligi oyiga sotiladigan mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin. O'zini setini ichida biz ishlayotganimizda biz Xfitlar bilan ishlaganmiz, Xfit World Gymlar bilan ishlaganmiz. Chunki biz kuponda hammasi bilan ishlaganmiz-ku. To есть bizga mana merch oson bo'lganda ishlaganmiz. Boshqalar qaytara olmagan bu narsani. Merchlar yaxshi bo'lgan. Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz, biz Dynamicsoft kompaniyasi bilan birgalikda sizga tayyor yechim tayyorlab qo'ydik. Biz IT kompaniyamiz bilan birgalikda 4 yil davomida 70 dan oshiq O'zbekistondagi va xorijiy kompaniyalar uchun tayyor IT yechimlarni ishlab chiqqanmiz. Ushbu yechim orqali o'z biznesingizda barcha raqamlarni bir joyda ko'rib turishingiz, undan tashqari mobil ilova orqali yangi xaridorlarni jalb qilishingiz, veb-sayt orqali yangi davlatlarga sotuv qilishingiz va kompaniya haqida ko'proq ma'lumotni insonlarga yetkazishingiz mumkin. Umuman olganda, IT orqali siz aniq biznesingizga ko'proq foyda olib kelishingiz mumkin. Agarda sizga ushbu xizmatlar haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, menda kichkina sovg'a bor. Ushbu sovg'a bepul konsultatsiya. Bizning xodimlar sizni biznesingizga to'liq o'rganib, IT orqali qanday yechim berish mumkinligini tadbiq qilishadi. Ushbu sovg'ani qo'lga kiritish uchun shunchaki video havolasiga o'tib, IT uchun degan formani to'ldirib qo'ysangiz bo'ldi. Hozir savolga men yetganman. Mana kupon bor edi. Sizlarda kollaps boshlandi. U payt travel chiptalarni qo'shgansizlar, to'g'rimi? Travel. Yo, mana nimaga davom etmadi? Xuddi masalan, siz bir qaysi ekosistemasiga o'xshab. Travelmi? Вообще mana o'zi sizlarda katta auditoriya bor edi. 2011-yil uchun qancha pulsizchilar bo'lgan? Hozir bilmayman ham endi. 10 million bormidi yo 5 million? 10 million sotib olgan odam 10 million bo'lmagan. Ne, pulsizchil, pastivchi pulsizchil. 10 million bo'lsa, baribir men aytmoqchiman. 10 million bo'lgan-mi? Da, masalan, hozir bizda O'zbekiston yangi bozor-ku, PayMe kliklar bular hammasi katta imkoniyati bor-da, yangi IT loyiha qilishga. Asli Rossiyada o'sha payt bo'lgansizlar, masalan, 2011 bu Rossiya uchun ham hali vaqtli paytda IT jihatdan. Nimaga davom etmadi? Qanaqadir pivot qilib, pivot qilganmiz. Boshqa proyektlarimiz bor. Men hozir birisi aytmayman deb proyektlarni. Nima qilaman aytib. Boshqa proyektlar bor. Katta kompaniyalar emas, ular ko'proq cash cow kompaniyalarda, ya'ni pul olib keladigan. Dividend. Уже o'zi kapitalizatsiya yaxshi narsa emas-da. Kapitalizatsiya sun'iy bo'lib qolishi mumkin. Chunki kapitalizatsiya har doim rostga anaqada tegishli. Shu aytganimdek, kapitalizatsiya yaxshi bo'lishi uchun siz har doim o'sishingiz kerak-da. Даже misol uchun siz показательlar xuddi o'tgan yildagi tushmagan bo'lsa ham, siz kapitalizatsiya tushib ketishi mumkin. Tushunasizmi? Ya'ni mana o'tgan yil aytaylik 10 million dollarlik otsanka edi. Bu yil xuddi shunaqa показатель qildingiz yoki 10% ga oshdingiz, lekin tushib ketdi. 10 million emas, уже 5 million bo'lib qoldi. Chunki siz ko'rsatyapsizki, что siz kompaniyasi o'sa olmaydi, siz pulga olib kela olmaysiz. Ko'p IT kompaniyalarda shunaqa problema bo'lgan. Menimcha hamma davlatda bo'lsa kerak bu narsa. Kompaniya kapitalizatsiya orqasidan yugurganda, bilgan, masalan, multiplikator nimaga tegishli, tam ana pользовательский bazami, revenuesmi, EBITDA farqi yo'q. O'shaning orqasidan yugurganda, yugurishda haligi tez o'sib olishga harakat qilganda, bu biznes emas-da. Biznes bu haligi o'zi organik o'sadi, da ambitsiozni o'sishi mumkin. 2x, 3x, 10x o'sishi mumkin, yiliga farqi yo'q. No, o'zi organik o'sadi, qanaqadir upravленческий решениyalar bilan, o'sganligi uchun uni kapitalizatsiyasi o'sadi. То есть, причинно-следственной связи kapitalizatsiya keyin o'sish emas, o'sish keyin kapitalizatsiya, shunaqa bo'lishi kerak. O'shaning uchun hozir o'sha как бы kupon anaqasida qilingan nimadir ham ishda ular hammasi
nima desa bo'ladi, ko'proq optida qilingan, tam bazani ishlatmaganmiz, lekin klientskiy baza kupi kupondan o'tmagan, harakat qilganmiz biz o'sha travel qilishga, tam magazin qilishga o'tmagan. Ham travel kompaniya adashmasam Bobur aka bilan. Da, ko'p o'tibmiz. Bobur Bob bilan qilganmiz biz. Bobur aka ham. Da, Bob deymiz. Bek Bob mana shunaqa biz anaqa kelgan edi, Moskvaga kelgan edi. Anaqadan Avstraliyadan juda takoy anaqa bola edi. Biz uchun yangi bola edi. Men undan ko'p narsa o'rganganman, aytolmayman-ku, men o'zi o'sishi eng oson yo'li har bitta odamdan nimadan o'rganishda. Men o'sha undan ham ko'p narsa o'rganganman. Aqlli bola juda. Travel qilganmiz. Travelda ko'p o'tibsa yopganmiz biz. Zakrytый qilganmiz. Zakrytıyda вообще anaqa ajotaj bo'lib ketgan. Sizda bo'lmasa kerak, ana Gmail ham anaqa qilgan, o'zini Google Gmailni ochganda, u ham zakrytый подписка emas, anaqa bo'lgan. Invitation bo'yicha bo'lgan. Men o'sha invitationni olganman 2003-yil o'zim anaqa emailim 20 yil bo'libdi ochganim emailim. Biz ham o'sha zakrytый anaqa invitation qilganmiz. Odamlar o'zini taklif qilib organizatsiya o'sishni boshlagan. Limitированный, ограниченный offerlar bo'lgan, o'sishni boshlagan. No, u yoqda nima bo'lgan? Biz u yoqda anaqa qilganmiz. Offerlarimiz загородный домlar edi. Dachalarga o'xshab. Dacha. U yoqda anaqa offerlar ko'p edi. Ana merchantlarimiz ko'p edi, bemalol qilganmiz. Вот. Hozir aytayotgan travel yoki boshqa narsa siz tushunishingiz kerakki, travel o'zi biznesi juda anaqa biznes. Niskomarjinalniy biznesda. O'zi mana travelda bir nechta уровень bo'ladi-da. Masalan, travelda birinchisi servis provider bor. Aytaylik, agar o'sha biletlar bo'yicha, yo'q, tur operator emas, biletlar bo'yicha bo'lsa, masalan, bu Aeroflot, havo yo'llari bu servis provider. Keyin uni ustida undan yuqorida ana OTA bo'ladi, online travel agency bo'ladi. Bu tam Anyway Anyday, One to Trip, Rossiyadagi. Uni tepasida keyin anaqa meta поисковик bo'ladi. Bu Skyscanner, Kayak, tipa aviasales boshqalarda. Bularning har bitta biznes modeli boshqacha. То есть bu servisdan topadi pulni, bu klient olib kelib tranzaksiya o'tishidan revenue share'dan topadi, bu anaqa leaddan olib kelishdan olib keladi. Bu leaddan topadi, aviasales leaddan olib keladi. CPA modelini topadi, CPA bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Вот har bittasi boshqachada. Agar biz bo'la oladigan bo'lsa, faqatgina mana travel OTA white labelni olishimiz mumkin edi. Ya'ni lekin u yoqda ham masalan kapitalizatsiya ishlagan kompaniyalar ko'p, Kayaklar, aviasaleslar, Qozog'iston aviati, bu ham necha marta sotdi. Da, lekin bunaqa xohlovchilar ko'p. Bu juda katta marketing ekspertiza kerak bunga. Juda ham katta. Tushunasizmi? Ya'ni o'sha o'tda sanaqa tennisi yo'q demoqchisizda. Faqat tezroq yugurgan, qo'li uzunroq yutadi. Tezroq, aqlliroq, naверное. Bu yo'qdagi marketologlar вообще juda ham mo'shli marketologlar. Men Kayakda ham, qolganlarda ham, aviasalesda ham ularni haligi sezgan bo'lsangiz, SMM-chiklari вообще zo'r. Da, Skyscannerlar bular endi ancha yildan beri aviasales bu yaxshi misol, nima deydi, eng oxirgi chiqqanlardan. Qancha bu 15 yillar berishdi menimcha. Yo'q. U katta. Kamida o'yinlarga, O'zbekistonda endi chiqdi-da bu. Da. O'zbekistonda endi chiqdi. Bu bizneslar tushunishingiz kerakki, что низкомаржинальный, katta biz bu yoqda ishlaganmiz sana OTA-lar bilan. Ular tur sotadiganlar, turni ham anaqasi bor. Turni biznes modeli qanaqa? То есть qarang, har bitta odam qanaqadir ideya bilan chiqsa, har doim biznes modeli qanaqaligini tushunishingiz kerak, pul qayerdan kelishi kerakligini. Misol uchun mana anaqa tur agensiyalarda biznes modeli qanaqa? Tur operator bor. Bular hammasi foizda sotishadi. Uni depoziti bor. Qarang, tur operator depoziti bor. Tur operatorda misol uchun $1 million, $2 million ustamni fondi bo'lishi kerak. U otellarda, samolyotlarda bron oladi. Ikki xil bron bor. Hard bron bor, soft bron bor. Shunaqa. O'zgarsa bo'ladigan, o'zgartirsa bo'lmaydigan. Hard bronni olayotganda ular Optimga oldindan pulni beradi-da, misol uchun 50%, 60-70% skidka bilan oladi. O'sha anaqa biletlarni ham, anaqalarni ham. Samolyotning joyi ham, anaqalarni ham. Soft bronda просто commitment yo'q deydi. Men olaman deydi, tam 20%, 30% anaqa qilaman. Mana pul orqasidan yugurib, operatorlar rosa ko'p pul tikkan. Rossiyada ko'rganman bu narsani. Hozir O'zbekistonda ham bo'lsa kerak, bum bo'lib ketganda, odamlar chet elga chiqishni boshlaganda, ular hard bron olgan. Endi qarang, siz oldin olib qo'ygansiz. Masalan, $1000 narsani $300 ga olgansizda, mana ertasiga tugayapti.
Siz nimadan qilishingiz kerak? Tez sotishingiz kerak. Bu yoqda mana Chip Trip degan kompaniya Garaj. bo'lardi. Garaj turda chiqib, aytadi, $300 bor deydi, $350 sразу sotib yuborib, u yerda pul topmasdi. Просто ketkizgan pulni qaytarib olardi. No, har doim ham bo'lmasdi. Tushunyapsizmi? Har doim ham bo'lmasdi. Bu juda mana shu biznes menimcha juda qiyin biznes deb hisoblayman. Qanaqa qilib yashashadi? Shuncha kompaniyalar bankrotство, предбанкротный состояние bo'lib ketgan. Qiyin biznes. Tur kompaniyalarda o'sha mana hozir O'zbekistonda endi biz bir 10 tacha tur kompaniya bilan o'sha anaqada IT bo'yicha ishlaganmiz. Ko'pida nima muammolar bo'ldi? Imенно Saudiyani keysida ular charterlar olishgan, hard bron qilishgan, hammasi pul to'langan. Bu yerda sotish olmagan yoki masalan kuni o'zgarib qolganda, bir kun kech bo'lib qolsa, уже u yoqdagi qaysidir masalan anaqa to'g'ri kelmay qoladi. Juda katta pullar, millionlab. Bu O'zbekistonda masshtabida bitta davlat bilan aytasiz, shunaqa aytasiz-da. Rossiyada bunaqa davlatlar rosa ko'p bo'lgan. Особенно там Yigit, Turkiya rosa ko'p bo'lgan. Men o'zi menda qiziqish bor-da, mamlaqa qanaqadir ham biznes bo'lsa, qanaqa qilib o'sishi mumkinligi yoki o'sganligi to'g'risida analiz qilish yaxshi ko'raman. Aytaman, fokusim kichkinada. Har doim men bitta ko'rib harakat qilaman-da, anaqa qilishga. Har bitta biznesda, bitta sohada, даже 10 ta biznesdan 10 tasida har qanaqa o'sish anaqa nuqtalari bo'lishi mumkin. Shu narsa men uchun juda qiziq. Mana Rossiyada lekin bor edi-yu, именно 2014 yilda ajrashmasa, Travelat degan kompaniya. Hali ham bor. Ular ham o'sha paytlarda yaxshi aniq qilishgan-ku, rost qilishgan. Hali ham bormi? Travelat. Endi hozir uncha anaqa emas-da. Kim edi? Anaqada McKinsey'da, men u bilan uchrashganman. McKinsey'da ishlagan odam, biz u bilan даже anaqa ko'p. Men основательно tanimayman, o'sha anaqalarini ko'rganimda, sifralarini 2013, 14, 15 adashmasam, ularda yaxshi rost bo'lganda. Xuddi shu narsa aviatda 2019 Qozog'istonda anaqa bo'lgan. 2017, 2019. Uni ham eshitgansiz menimcha aviatda degan. Ular ham как aviasales, но отпуск paket ham sotishganda, tur paket ham sotishgan. 8 millionga, 56 millionga, keyin oxirgi marta bir 60-70 millionga yana sotildi 2 yil oldin. Zo'r. To есть anaqa kapitalizatsiyaga ishlayman desa, bu formatda ham bo'lishi mumkin. Da, bo'lishi mumkin. Просто mandagi keyslar ozgina anaqa til kuysa qatuni ham puflab ichadi deydi-ku, o'shaning uchun ozgina qo'rqish bor menda bo'lsa kerak. O'shaning uchun men ko'proq biznesda o'sishni o'ylayman, kapitalizatsiyani emas, o'sishni. Lekin hozir mana shu kapitalizatsiya bo'yicha proyekt qilmoqchiman. Qarayapman hozir bir ikkita proyektlarni. Menda o'zimni proyektlarni test qiladigan anaqam bor-da, varonkam bor, pipeline'im bor-da. Men aytib berdim shekilli. Bilmadim, hozir aytib beraman, qanaqa odamlar qaraydi. Rossiyada ritualniy uslugi degan biznes bor, bilasizmi? Yo'q. Rossiyada odam o'lganda, odam ko'madi-ku, u yerda anaqa qiladi. Mamlaqa ekan. Odam o'lishdan oldin yoki o'lganda ritualniy kompaniyalarga agentlar, sanitarlar, militsiya, registratura, vrachlar telefon qilar ekanda, aytar ekan, mana bu yerda odam bor, meni nomeri telefon qilgin der ekan. Telefon qilishadi. Mana shok bo'lib turgan odamga uslubi taklif qiladi. Bitta shunaqa anaqani odam uchun $30 dan $200 gacha olishar ekan. Mana shunaqa bo'lgan ekanda. Buni men qanaqadir ham paytda bo'lib qoldi-da, men hayron bo'ldim. Qanaqa juda ham anaqa rынокda, serый emas, черный rынокda. Qiyinligi bitta tanishim bilan bo'ldi. Dizayner bor, o'shanda bo'ldi. Busi o'lib qoldi-da. O'zi haligi dizayner, haligi anaqa bo'ladi. Yumshoq bola edi. U postoyan telefon qilib yotibdi-da. Men tushunmayman, qatdan nomerni oldidan har qanaqa kompaniyadan qilyapti-da. Men hayron bo'ldim, nimaga bo'lyapti dedim-da. U yomon stressga tushib qoldi. Stressga tushdi, aldashdi uni, anaqa qilishdi. Keyin men o'yladim, nima qilsa bo'lar ekan deb, qanaqa bor bu yoqda debdi. Sayt qildim. Saytda Gorkovlar bilan gaplashib keldim, священникlar bilan gaplashib keldim, katta anaqa sotardim. Mramor sotardim, mramorni kamni o'sha yoqqa borib qarab keldim, narxlarini, joylarni qarab keldimda, saytda anaqa qildim. Saytda paketlar bo'yicha anaqa qildim. Menda hali ham bor lead generatsiya qilib boshida o'yladim. Hozir boshida lead generatsiya qilaman-da, o'sha ritualniy kompaniyalarga qilib beraman. Чтобы narx bo'yicha уже oldindan odam biladi, aldamaydigan qilib qo'yam. То есть oldindan biladi. То есть ular qanaqa bo'lardi? Odamga telefon qilardi, aytadi, misol uchun 50 ming rubl bo'ladi deydi. Pul tashab deydi. Keladi, oshirtiraveradi. 50 ming, 100 ming mana shunaqa. U odam bilmaydi-ku, menga ko'proq bo'lib qoldi, mana unaqa qilib qoldi deydi. U yoqda paket bo'yicha qilasizda, oldindan odam bilish kerak.
shu narsa qilib ko'rdimda, keyin lead qilishni boshladim. Keyin men o'sha provayderlar bilan o'sha virtual uslular bilan gaplashib boshlasam, ikkitasi bilan gaplashdim. Banditlik ekanda. Banditskiy ekan. Men keyin bildim bu narsani, banditlik ekan. Keyin men o'yladim. Men buni o'ylayotgandim, anaqa deb, как бы kapitalizirованный narsa qilsa bo'ladi deb o'yladim-da. Da g'alati narsa bilaman, lekin men shunaqa narsa deb miyamda kelib turadi, anaqa qotgandim. Banditlik ekan, aytayotdi ki, там типа, покумекаем, qanaqadir g'alati so'z ishlatish boshladi-da. Keyin men aytdim, "Voy, dedim, yo'q, menga men bu sohada ishlagim kelyapti" dedim-da. Keyin yo'q faol. Ya'ni уже bu proyekt anaqa bo'lishi mumkin edi. Odamlarga yordam bera oladi. Chunki aytaman-ku, odamlar oldindan necha pul, anaqa stress bo'lmaganda oldindan kirib, narxlarni bilib, fiksировать qilib, o'sha narsani o'sha kачествоda ola olishi mumkin edi-da. Bu narsa haligi arzonlashtirib qo'ysa bo'ladi. Chunki bu juda ham такой qora muammoli rinokda. Bizda to'ylar ham shunaqa, lekin ko'pchilik harakat qilyapti, hali bir yaxshi решение hech kim qilmadi-da. Yo'q, to'ylar rinik katta emas menimcha. Uncha katta bo'lmasa kerak menimcha. To'ylar riniki anaqa. Ладно, bu O'zbekiston o'zi men ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana shunaqa ko'p o'ylashadi-da, mana shu muammo bor, ham har xil saytlar ko'raman-da men. Qozog'istonda ham to'y draft chiqdi birinchi. Ular ham shunaqa qilishmoqchi. Model qanaqa edi? Model faqat search. Siz to'y qilaman deysiz, полный offer kelaveradi. Оформление, uy оформленияsi. Siz как data classified headhunter formatida. Classified nimaligini bilmayman. O'zi ikki xil format bor, classified bor, marketplace bor. Classified mana marketplace dan boshlaylik. Marketplace da 3 ta narsa bo'lishi kerak. Bu talab, taklif va transaksiya bo'lishi kerak. То есть uzun bo'ladigan bo'lsa, uzunda tam tovar bor, merchantlar bor, sellerlar bor, sotadigan va klientlar bor, sotib oladigan. Orasida transaksiya bo'ladi. A classifiedda transaksiya bo'lmaydi. OLX. То есть siz qo'yasiz, uni biznes modeli siz anaqadan olasiz. Haligi publikatsiyadan, подпискаdan, boshqa transaksiyadan pul olmaysiz. То есть classifiedda объявлениyadan olasiz. O'sha to'y drafi bilan chat yozish uchun siz oyma-oy qanaqadir pul to'lashingiz kerak edi. Yo'q, yemagan. Hech qaysi bir anaqa yo'q. Bozor katta emas. Problema bunaqa. Classified hamma O'zbekistonda mana classified har ikkinchi odam haligi недвижимость bo'yicha yoki anaqa bo'yicha klassifikatsiya keladi. OLX hammani anaqasi qolib ketganda, ancha yil masalan ishlangan, o'tda ko'rilgan, qanaqa yangi biznes modellarni ko'rilmaganda, Wi-Fi masalan chiqib, know-how bo'ldi-da hamma uchun. Lekin уже paydo bo'ldi kompaniyalar. Mana Qozog'istonda Mama KZmi, mana shunaqaroq sayt bor. Bu xuddi Wi-Fi faqat bolalar uchun. Tam logopedga olib borsangiz bo'ladi, suzishga olib borsangiz bo'ladi, shanba kuni anaqalari bor o'zini, krujoklar har xil. Biz ham qilmoqchi edik shu 2015-yil shu. Yo'q, men Qozog'iston zo'r kompaniya, 3 marta adashmasam round ko'tarishdi. Mama Pass degan kompaniya. Ko'rsangiz, vashshe zo'r ketishyapti ular ham. Mana anaqaga kuponda o'tda komanda kim edi asoschilar? Chunki men bilan savol bermoqchisiz-a, valga. Chunki juda anaqa-da, qiziq savol. Asoschilarda o'sha 4 ta anaqa edi. Birga o'qigan, ishlagan bolalarimiz, однокурсниклар. Shu men, Komil, Jasir, Shokat. Jasir do'stona olmoqchisiz. Jasir bu uzunmi anaqasi, asoschisi, general direktori. Men qiziq bo'layotgan mana, hop Jasurga chiqdilar. Toshkentga qaytib, tam uzunmi aslan chiqyaptilar-da. Bu yoqda sizlar mana har doim birga ishlagansizlar komandada. Sizlarga ham qanaqadir offer bo'lgan, to'shda mana uzunmi qolamiz, birga qilsak bo'lardi. Jasir anaqa super silasi bu networkingda juda kuchli networking anaqa odamlar bilan uni mana eng kuchli anaqasida. Adashmasam kuponda ham ular qaraganlar, mana shu networkingda ko'proq networking qaragan, u masalan investitsiyalar olishga. U networking yaxshi juda, operatsion anaqasi ham kuchli, именно kuchli networking, finans anaqalari ham kuchli. Вот, biza bitta proyekt emas, boshqa proyektlarda ham u bilan partnyormiz, faqat kuponda emas. Uzun bo'yicha bir ikki marta gap bo'lgan, offer bo'lmagan, ya'ni boshqa bolalar ham boshqa proyektlarda birga ishlab ko'rgan. Masalan, men bo'lmagan proyektim bor, boshqa bolalar bilan ham shu ichimizdagi anaqa menda bo'lgan. Men просто kuponda sotuvga javob berganman-da. 7 ta davlat bo'lgan bizda. Men juda katta stressdan o'tganman. Rosa qiynalman, ya'ni men bilmadim, kuniga 2 soatdan uxlab, 2-3 soatdan uxlab, 2-3 haftalab shunaqa yurardim-da. Mana shu anaqa bo'ladi. Juda bilmadim,
o'zimga hayron qolaman, ya'ni qanaqa bu narsani o'tganimga katta stress bo'lgan menga. Man bilganmanki, что bunaqa stress bo'lmasligi uchun men определенный konfiguratsiyada ishlash xohlaymanda. Ya'ni ishlaydigan bo'lsam, menda shu kapitalizatsiya emas, menda ko'proq biznes qiladigan, pul olib keladigan narsa bo'lsin deb bunaqa qilamanda. Kapitalizatsiya yaxshi narsa. Hozir barga mana bir ikkita proyektga chaqirishyapti, kapitalizatsiyali proyektlarga, tam do'la berib, boshqa narsa qilib. O'z anaqada IT da sweat equity degan narsa borda. Sweat equity degani siz misol uchun proyekt bor, ishlayapti, uni o'stirish uchun yoki boshqa направление oshirish uchun shu boshqa yangi sohada professional ekspert bo'lgan odam chaqirishadi, u odamga sweat equity, ya'ni pot deb shu pot foiz beriladi. Foiz beriladi, sweat equity beriladi. Pot o'zbekchasi bilmadim nima deydi. Anaqa короче, Teri puli. Ter puli. O'shani berishadi, pul bilan kirmaydi. 3% dan 10% gacha berishadi ishni. Shunaqa qilinadi, 1% dan berishi mumkin, katta kompaniya bo'lsa. Shunaqa kompaniyalar hozir chiqyapti menga. Aytyapti, men tipa mana qarash oling, mana bunaqa oling, pul ko'tarishga qarash oling. Lekin men bunaqa emas, bilasizmi, men nimaga bu savolga olib kelayotganim, sizlar Rossiyada tam shu Bobur akam podkastda aytdilar, ana kurtoy bolalar bo'lgansizlar-da. Ben proyekt qilgansizlar, ko'p onda o'tib pul kelyapti. Tam Bobur akam aytdilar, vertolyotlarda tam hazillashgan. Hazillashganlar. Ne tam mana shunaqa o'rinda bo'lganda, masalan mana uzum paydo bo'ldi. Biz Jasur aka yotdilar, bu yerda shunaqa katta kompaniya qotdilar. Sizlarda shu anaqa bo'lmayaptimi nima? Mana demak bizning ekspertiza O'zbekiston ancha orqada ekan. Hozir bu yerda ko'p katta loyihalar qilsa bo'lar ekan. Shu biz o'tiramiz, shuni qilamiz. Chunki uzum bu как бы aniq narsa edi-ku, ya'ni O'zbekistonda e-commerce bo'ladi, u katta anaqa kompaniya bo'ladi. Chunki Rossiyada bo'lgan, butun dunyoda bor, Qozog'istonda ham bor, lekin O'zbekistonda yo'q. Как неизбежное будущее dedi-ku, ana baribir bir kun bo'lardi-da shu narsa. Kimdir qilardi baribir. Menimcha O'zbekistonda anaqasi bozor uncha katta emas-da, meni fikrimcha. O'zbekistonda bozor uncha katta emas, men bilib turib O'zbekistonda hech narsa qilmayapman. Chunki bu yoqda qanaqa tushuntirsa bo'lar ekan. Agar kapitalizatsiyaga ishlamoqchi bo'lsangiz, O'zbekistonda qilish qiyin. Ya'ni bu yoqda katta komanda qilishingiz kerak, kimdirdan ham bozor olib olishingiz kerak. Misol uchun mana uzumdan ham oldin Zudmol bo'lgan. Boshqa zudmol. Yana bir 6 tacha igrok bo'lgan. Menimcha unaqa yaxshi emas, anaqasi ishi yaxshi. No, lekin shunaqa desangiz, biz ko'p eshitganmiz, Yandex kirganda ham, taksi rynoklarning hammasi o'sgan, uzum kirganda ham boshqa e-commercelar o'sgan deb aytishadi endi. Yo'q, men bilaman, bu qanaqa o'sadi, qanaqa o'smaydi. Menimcha shu Yandex kirganda ham o'zi Yandex mana misol uchun Toshkentga kirganda, hozir mana misol uchun regionda bitta bola anaqa qiladi. Viloyatlarda Yandexga o'xshab xuddi shunaqa anaqasi bor-da, sistemasi bor. Royal Taxi bilmadim shunaqa. Kimligini bilmadim, esimda yo'q. U viloyatlarda ko'p, 10 tacha bor. Viloyatlarda ko'p ekan. Aytayotdiki, men 2 yildan beri deyapti. Men misol uchun har bitta poyezdkada 1000 so'm ishlayman deyapti-da, 10 000 so'mlik poyezdkada 1000 so'm ishlayman deydi. 2 yildan beri Yandex ishlayapti deydi, har bitta poyezdkada -2000 so'm ishlaydi deydi. Ya'ni Yandex o'zi qila oladi, kerak bo'lganda shu joyga kiradi-da, unaqa qilib. Hozir menimcha mana anaqa marketplace'larda ham problema bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki hozir bozor o'sgan sayin eng qiyin o'zi mana flagmanga qiyinda, yangi ochilgan kompaniyalarga lidokol qilib ochasizda, haligi patologga yetasizda, ya'ni qanaqa bo'ladi o'zi biznesda qanaqa bo'ladi? Siz mana uzum kirdida tez o'sish boshladi-ku. Odamlar tayyor edi, ya'ni qanaqadir kohorta odamlar tayyor edi. Masalan, aytaylik, 36 million odam aholi bo'lsa, aytaylik, masalan, 3 millioni tayyor edi. 3 million hali chet elda o'qib kelgan, ishlab kelgan, biladi, onlayn zakaz. Qanday ham olgan, tam Alibabadan olgan, Ozondan, Wildberries'dan olgan. 3 millionga odam kelishi bilan shu 3 million odam xohlamasdan qancha ko'p o'sha SKU'ni ko'payishi bilan o'sha sotib olishni boshlagan. Oldi, bo'ldi. Endi 3 milliondan ko'proqlari endi vaqt o'tgan sayin sekin-sekin 10 mingdan oldi, keyin oxiri 4 million aytaylik, bilmadim, balki 20 milliondir, bilmadim. Shu
etil 4 millionligi taqaldida har bitta keyingi sotayotgan odamni narxi acquisition cost oldin misol uchun $1 bo'lgan bo'lsa hozir shu $10 $100 bo'lib ketishi mumkinda. Birinchi nima bo'lyapti? Har bitta yengisi olishi qiynalyapti, ya'ni o'sha qimmat bo'lib ketyapti. Nima qilsangiz ham qimmat, chunki bu yoqda odamni o'rgatishingiz kerak-da. Siz mana yengisini aytyapsiz, lekin mana Hozir 20 million tayyori bor-ku. Yo'q, 20 million tayyor emasdir. Deylik-da, mana masalan 5 million hop. Anaqa. O'sha 5 million o'sha yetib kelish oson demoqchiman. Mana qarang. Problema nimada? Yetib keldingiz, har bitta yengisi qiynalyapti, u yoqdan siz konkurentlaringiz kelyapti. Chunki mana o'sha kuponda ham, marketplace'da ham odamlar olayotganda o'zi nima uchun oladi? Misol uchun Rossiyada bu narx bilan tezligi bo'lsa, misol uchun narx oldingiz, tez olib kelib berdi. O'zbekistonda qarashga tezligi kerak emas menimcha. Bu yerda O'zbekistonda faqat narx bo'lsa kerak deb o'ylayman. No, lekin dastlabki bo'yicha eng tezi hamda bir kunda mana Rossiyada Любой joyda qiladi. Rossiyada unaqa emas. Rossiyada bir kun emas. Rossiyada men ryukzak oldimda, anaqa 14 kun. Da, yo'q, 5 kunda keldi. 5 kun anaqa Moskvada bo'lganimda 5 kunda keldi. Men aytdim, qanaqa? Yo, uzunmi-ki, endi bilmadim, viloyatlarda ham shu otdi juda anaqa logistik jihatdan. Bu lekin OPEXda rosa qimmatda. Ya qimmat va hech qayerda yo'q-ku bunaqa model, to'g'rimi? Qarang. Agar Amazonda bo'lmasa, agar ham Prime'da. Endi sizchi, siz produkt asosida qolsizda, ama biznes. Men bu yaxshi demoqchi emasman. Bu скорее всего vaqtinchalik qachondir bu ham tugasa kerak. 5 kun, 6 kun, 7 kunga o'tsa kerak. Dastlabki vaqtini. Yo'q, lekin siz baribir ham o'sha nechtadir ham anaqalarni tochkalaringizni ushlab turishingiz kerak va tochkadan ushlash uchun capex bor, opex bor u yoqda. Har bittasiga mana $1000, $2000, $3000, $5000 ketkazasiz. Qancha ko'proq, misol uchun, qanaqadir chekka qishloqda borda, u yoqdan o'sha $3000 ketyapti, u yoqdan sizga tam чистый qanaqadir ham o'sha anaqangiz pul kelayotgan pul $500. Har oy $2500 dan ketkazyapsiz har oy. Shunaqa anaqalaringiz 10 ta misol uchun. Hozir men uzun to'g'risida gapirmayapman. Men aytmoqchimanki, siz yangi odamlar shu qishloqlarga chiqish uchun yoki tam yangi odamlar olish uchun siz qanaqadir ham investitsiya qilasizda, o'rgatasiz ularni. O'rgatganingizdan keyin kultura shakllantiradi. Bu yaxshi. Biza mana kuponda nima bo'lgan? Bizni hayron qolganmiz. Bizdagi 30% dan 40% gacha odam internetda birinchi marta покупка qilgan. Bizning saytimizda. Rossiyada shunaqa bo'lgan. Biz o'sha hayron qolgan. 2013 yilda mana anaqa bo'lgan. O'sha birinchi marta sotib olgan. Hozir uzumdan xuddi shunaqa bo'lyapti. Hozir uzumdan sotayotgan birinchi odam, скорее всего, internetda birinchi marta sotayotgandir. Tushunasizmi? Bu juda qiyin narsa. Bu qimmat narsa. Bu hozir mana qildingiz, zo'r tayyorlab qo'ydingizda, u yoqdan ham boshqa anaqada Yandex, boshqa anaqalar Wildberries azonga kelib, assalomu alaykum. Endi mamlakat qarasangiz mana uzun zo'r tayyorladi. Oldin masalan 5 million abituriyent bor edi, который pul to'la oladi, lekin onlayn zakaz qilib ko'rmagan. Endi onlayn zakaz qilishni boshlashdi. Bu Wildberries Azon tam Rossiyadagi format. Endi siz uzumda ko'rasiz, sport tovarlar anaqasi ancha orqada qolyapti. Masalan o'ta merchantlar kam, foiz kam va hokazo. Siz hozir ko'rasizda sportivniy, ya'ni e-commerce qilish, nishovoy. E-commerce mi yoki marketplace mi? Farqi bor. Farqi bor, to'g'ri. E-commerce qilish. E-commerce qilasiz. Biznes modelda farqi bor. Chunki agar siz oladigan Sportmaster men anaqa olib kelmoqchi edim. Sportmaster bor-ku. Farqi bor. Chunki siz agar o'zingiz sistemlaringiz bormi yoki boshqa narsami? E-commerce ekan. Biznes model aytmoqman-ku, har bitta boshlashingizdan oldin biznes modelni qanaqa bo'lishi kerakligingizni tushunib olishingiz kerak. Tushunmasangiz qiyin bo'ladi. No, masalan, nishovoy o'zingiznikini qilsangiz, katta potensial bor-da, to'g'rimi? Ana qo'shilasizmi shu fikrga? O'zi da, конечно. Kosmetikani qilasizlar, masalan, shu anaqa bo'yicha-da. Kosmetik. Hozir kosmetika bilan shug'ullanmaymiz. Agar aqlli, yosh odamlar bo'lsa, kosmetika upravляющий qidiramiz, chunki biz oxirgi 1,5-2 yildan beri shug'ullanmayapmiz O'zbekistonda, to'g'risini aytsak. Boshqa proyektlar bilan shug'ullanamiz. Shuning uchun kimdir ham bo'lsa, yozib yuboringlar, menga kontaktingizni berib yuborasiz. Ya, обязательно video описаниесida anaqa bor, ссылка bor. Yozib yuborsanglar, biz o'zimiz sizlarga o'rgatamiz, biznes qilishni, marketingni o'rgatamiz, sotib o'rgatamiz, hammasini o'rgatamiz. Bitta odam kerak, upravляющий yoshroq odam. Motivatsiyasi ko'proq. Bu endi Zolotaya yablokani formatidir. Shunga yo'q, Zolotaya yabloko bizni qilmoqchimiz. Просто qo'limiz yetmayapti. Misol uchun hozir biz bitta produkt olib kelamiz, скорее всего, biz tanishlarimiz ko'pda kosmetika bilan shug'ullanadigan. Rossiyada ham oyiga
$5 million sotadigan bolalar borda. U yoqda uходовый kosmetika Rossiyada. Man formatni ko'rmayapsizlarmi? Hozir juda trend bo'lyapti. Influence bilan birga influencer. Da. U Yanlarni taniysizmi ularni? yanlarni? Da, tam Club 500 tasmachilar. Lit Energy, Pussy. Bular Pussy degan brend qilishgan. Shu bitta bloger qiz bo'lgan. Kosmetika sochadi. Pussy degan вообще trend bo'lib, anaqa urdida necha marta rekordlarni. Bitta nishada masalan tush eng ko'p sotilgan, labbi kosmetikasi eng ko'p sotilgan. Keyin Lit Energy'ni hammasini bitta bolalar qiladi. Bitta komanda familiyasi esimdan chiqib qolish, Yan degan bola, uni katta komandasi bor, proyektning komanda. Bitta komanda shu 5-6 ta produktni anaqa qilishadi, zapus qilishadi. Biz ham shu narsani qilib ko'rmoqchimiz. Mana UGC'larda u anaqa UGC content generation, anaqa user content generation. U bizni qilib ko'rmoqchimiz, просто bu narsa bilan shug'ullanish kerak-da. Ben уже kosmetika shirindan boshlanganda, o'zi qilinganda, hozir bu boshqa недвижимость bilan shug'ullanib yotibdi, boshqa narsa bilan shug'ullanib yotibdi. Men kosmetika bilan men ham kirgim kelmayapti. O'sha bitta bola odam bo'lsa, qidiryapmiz. Mana hozir men ko'rsatishim mumkin. 560 ta rezyume bo'ldi, 190 tasi anaqa testdan o'tdi. Men уже 15 tasi bilan gaplashdim. Hech qaysi to'g'ri kelmayapti-da. Ya'ni O'zbekistonda men kadr topa olmayapman. Nima muammo bor masalan, nimasi to'g'ri kelmayapti? Ularni optimi, tsennisimi? O'zi tsennisdan boshlaymiz-da. Men shu to'g'ri aytdingiz boshida, bolalar haligi tez bitta bola aytayapti, men hozir kripto trading bilan shug'ullanaman, deyapti. Testdan zo'r o'tgan. Anaqa psixologik testda men kripto trading bilan shug'ullanaman, men qilmoqchiman, lekin pul yutqizib qo'ydim dedi. Bo'pti dedim. Yutqizibsan, endi nima qilasan desa, men buni to'xtatmayman lekin deyapti. Bu opasniy narsa-da. Biz ham boshimizdan o'tgan bitta bola bor edi O'zbekistonda. O'sha bizda ishlagan. Rossiyaga olib ketganmiz. O'zbekistonda 10 tami, 20 ta odam olib ketganmiz. O'sha ishlardi Rossiyada biz bilan. U bola onlayn kasino bir bolaga aralashib qolganda, pul ketqizish boshlagan, u anaqa byudjetlarga aloqasi bor edi bizda. Byudjetlarni to'lab anaqa qilardi. U boshqa byudjet degani marketing byudjetdagi. U o'sha byudjetni boshqa kompaniyaga yuborardi, keyin voy, xato qilib qo'ydim, bunaqa biz tushunmasdik-da, kichkina summadan boshladi. Keyin bilsak, bergan o'sha kompaniyalar unga obnal qilib berar ekan. Ota-onasi bu yoqda kvartirasini sotgan, чтобы qarzini qilish uchun. U anaqa bo'lgan. Bu yomon narsa. Ya'ni bu kasallik. Shuning bu kasallik. Bu faqat tradingda emas, hozir juda направлениялар ko'payib ketgan. Betting mana shunaqalarda anaqa. Bettingda ham, qaysidir professiyada ham qanaqadir know-how professorlar chiqqanda, tam 2000 to'lab o'rganasiz, qanaqadir kuratorlari bor. Ular bishat qilishadi, что вот tez rost, tez pul qaytarib olasan deb. Keyin ko'rsangiz, mana juda achinarli-da, anaqa qanaqadir klublar bor. Klub deganda anaqa masalan kirasiz, pul to'lab, keyin bat sotadi, ya'ni keyingisini olib keladi. O'sha anaqa MLM, mana shunaqa. Men unda hayotda ko'rdim. Hayotda arendaga olib, bilan 1000 ta odam. Bu yomon narsa emas, meni kosmetika. Kosmetika emas u. Kosmetikada, men kosmetikada rosa katta rivojlangan. Masalan, Qozog'istonda bitta bola bor, Arman. U misol uchun o'sha MLM orqali bat sotadi, u ham bat sotadi. Yusupov emasmi? Familiyasi. Bloger emas. Bloger emas. Blogermi? Yaqinda uchrashuvdim bilan, ko'rishdim. Yaxshi bola. Yo'q, bunaqa biznesni bilmadim, no, как бы такой. Endi lekin o'tda statistik olsa, kirayotgan bolalarning foizida pul yo'qotish ehtimoli katta emasmi? Katta bo'lsa kerak. Men shu jihatdan aytaman. Men aytmoqchiman, biznes model jihatdan zo'rdir. Pul yo'qotish jihatdan nimaga unaqa? O'z MLM marketing to'xtab bo'lmaydi yo'da. MLMda ko'p bizneslar qilingan. Da, bu birinchisi va ikkinchisi bordi. MLM marketingda bizda davlatda aralashuvi bor. Hozir masalan Kunuzda anaqani videolarini ko'rsa, nima yangi mana shunaqa biznes qilinsa, sразу qoralab olib chiqadi. Bu nimaga olib keladi? Mana даже zo'r o'ssin, даже vaqtida to'lasin, o'ttiga qatnashayotgan insonlarga baribir bozorda u haqida hech chiqadi-da, baribir kollaps bo'ladi oxirida. Chunki bu bu chunki men MMM bor edi-ku, MLM marketing bo'lganda u yoqda. Bunaqaga biz men Rossiyada bo'lganimda ikkinchi valnasiga tushib qolganman. Men tushib qolganim
bizani Boshqa kompaniyalar bo'lganda, sotrudnik u baribir. tushib qolganda bolalar bor edi, anaqa maqtanib yurardi, anaqa qilgan ya'ni отдел продажа edimku, mani anaqa ham sotuvchim kelib nimadir ham gapiryapti boshqa sotuvchilarga, nima deyapsan desam, aytadi voy zo'r tema bor deganda, qarasam ikkita uchasi sotdi. Keyin aytdim bo'ldi, agar yana bitta sotsa men ishdan bo'shatib yuboraman deganman. Keyin yopilib ketgan anaqasi-yu. Odamlar bilib turib kiradi. Men bilmadim, menimcha o'zi MLM marketing menga ham anaqa salbiy anaqasi bor-da, negativniy. MLM desa sразу так bu piramida deb o'ylaysizda. Iskarisi shunaqa. Endi anaqa har xil nima deydi, оболочка bilan yopishadi. No, по сути, oxirini olib qarasa, baribir siz pul ishlashingiz uchun kimdir pulini kiritishingiz kerak-da. Nima deydi? Честно aytsa, baribir anaqada. Da. Просто Gerbalayev bor edi. Siz bilasizmi bilmaysizmi? Katta kompaniya. Da, O'zbekistonda ham katta. Gerbalayev deganda Febrlik ham endi mayli ochiq men bilmayman qanaqa ishlashadi. No, kosmetik просто aytmoqchiman, kosmetikada bu rivojlangan demoqchiman-da. Kosmetikada rivojlangan, chunki kosmetika o'zi produkti bor. To есть olasiz, ishlatasiz, keyin boshqasiga sotasiz, mana shunaqada. Produktni zo'r kompaniya qilsa, menda muammo yo'q. Bu yana bitta marketing xod deyman, bo'ldi, okey. Lekin bilan 1 million tam 700 ga qanaqadir dori uni tarkibi masalan naryoqda 10 minglik dori bilan bir xil. Bu ужас, bu чистый anaqa. Bu piramida o'sha-da. Чистый moshenniks. То есть agar siz shu produktingizni shu narxga bozorga sota olmasangiz, bu degani bu чистый MLM-da, ya'ni чистый piramida degani. Bu o'shaning uchun anaqa. Da, qo'shinaman. Unda hozir deyarli shu 2 soatga yaqinlashibdi. Zo'r maza qildim. Ikkinchi qilamiz обязательно. Men shu ozgina vaqt o'tgandan keyin men videoni tagida o'zingizlarni olgan xulosalarni yozib qoldiringlar. Men o'qib sizga ham yuboraman va sizga o'zlari vaqtlari o'chirib tashlayman, yarim soatda qilib qo'yamiz. Mana rahmat aka, men ham maza qildim. Sog' bo'linglar. Rahmat, sizga charchamayman.